Selamünaleyküm. Tüm dünyadaki karındaşlar, bugün Amerika'daki namayişimizden bir ay 5 gün doğmak günü. Bugün Çislağa 9 akçan şunda mı? Bir ay 6 gün boptu bugün namayişka. Bugün Amerika'da hava rayı 100 lira. Aptapta da qarab baksam Rahiyacı, Bilal, Kurban Veli, balam Salih Hudaya namayişinin başçıları bilen 5 elden çıkıp dokuduk. Karındaşlar, dünyadaki talaş tartış, namayişe karşı çıkanların teşvikatı, soyup kaldı mı ona? Ya ki bizim halkımız çarçaklar. Karındaşlar, halkımız çarçıması gerek. Her bir Uygur özünü lagırda yetivatkan, özüge telmirip turuvatkan karındaşlarga narisiydi ballağı seliştiriş gerek. O capa bilen bu capanı seliştiriş gerek. Ula her bir aileden tutulganlar öz ailesikilerden nemi ümitlerini kütüvatıdır. Bizni aşılar tutulduramı kim deydi? Çeterdeki siyasilerden, yaşlardan, namayişçilerden nemi ümitlerini kütüvatıdır. Ula bizni kutulduramı ki, aşılar yol menevatamdaki dep qaravatıdır kardeşler. Bugün buna yana Aksaray'ın üstüge bizni alıdığan video kitlep kurdu. Biz bir yerde bugün reklamlık bilen faaliyet etpadık, namayiş kıldık. Bugün şu beşimiz Aksaray'ın aldıda vakravatımız. Bu namayişin yetekçisi Boğan Salih Hudayar ve Bilal Efendimle etkigendik gelip hemin aslını tayarlap namayişimizi yaptırvaktınız. Karındaşlar, Xitay casusları bu namayişini tarqıtış üçün. Xitay bütün dünyadaki casuslarını, teşkilatlarının içindeki nüfuzluk casuslarını ve devletdeki özünü davagar devagan casuslarını, davagarlarının ağırlıklarına sıkınıp kırvagan casuslarını ve şöhretperestlerinin şöhretinden faydalanıp hizmet selip dünya boyunca uzun müddetlik açıkıvatkan namayişni tok tutuş için şiddet bilen hareket kıvatıdır. Bu namayişimizde Xitay hakimiyeti bizden sınırımızdı, kızımızdı, anımızdı, akımızdı öldürüvatkan Xitay hakimiyeti şiddet bilen hücum kıldı karındaşlar. Biz bu hücumda örülüp ketemdik. Yok. Biz hukum birinci Allah andan kalsa Amerika'ya gölünüp Amerika'dan Uygur meselesindeki muşu kanunni, muşu namayişinden tik durup biz Kongres'ten aldıda, Aksaray'dan aldıda 2 aylık, 3 aylık etbardığın namayış bilen tik durup bu kanununu makul etiriz. Bu kanununu yaşlar rehberi olan Salih Hudayar yürüp invatıdı karındaşlar. Körüştüğü yerlerden körüştü. Biz bu ballarını yolda koymaklığımız gerek. Bütün dünyadaki karındaşlar, lagırlı taktiş, meylinle bağ mı yok mu? Teşnalığınla bağ mı yok mu? Dünyadaki karındaşlar, hey Uygurlar, hey Şarkı Türkistanlılar, Şarkı Türkistanlıklar, hey Müslümanlar, biz özümüzden cinimizden atap koygan da işte. Cininlerini atap koygan bolsanglar, oval vaxtınlarını şu namayişka atap koyunlar karındaşlar. Amerika'daki namayış, dünyanın hem yerde yapıldığı namayış, hem yerde. Parlamentlarının aldıda karındaşlar, Amerika Kongresi'nin aldıda bu karşı çıkış emez.
O əblaqlarının taqatqan gipiga işenmenglar qarindaşlar. Hergiz bu qarşı chiqqanlik emas. Hergiz xato ish emas qarindaşlar. Yordam qil Amerika, sen kuchliq. Dengiz bo'yidagi bolalarga yordam qilgandek yordam qil Amerika. Kampida yetib ota-onasi kirib ketgan minglagan bolalarga, narisida o'layotgan bolalarga, yig'layotgan bolalarga, onasini izlab, manqisi cho'gilib ketgan yig'layotgan narisidalarga yordam qil Amerika deb Amerika elchixonasining oldida yetinglar qarindoshlar. Aş Abdurimdek bir aylık, 2 aylık, 3 aylık qarindoshlar tama köl bo'lar deb chiqdim dedim qarindoshlar. Dunyoning hamma yeridan otlaninglar. Uzun muddatlik namoyishga eng qisqa bo'lganda bir haftalik chiqinglar. Dunyo Uyg'ur ayollar birligi butun ayollarni harakatga keltiringlar. Ma'rif, Sitim Türk, Ölmalar Jamiyati ve barliq tashkilotlar tashviqot qilinglar. Namoyishga dunyoni harakatga keltiringlar. Turkiyada o'zinglar chiqalasanglar, o'zinglar chiqinglar. Agar Turk hukumati yordam qilib chiqishga ruxsat qilmasa, sizlar g'arb dunyosidagi qarindoshlaringlarni tashviqot bilan harakatga keltirib, uzun muddatlik namoyishga otlantiringlar qarindoshlar. Men sizlarga da'vatim har kuni. Bugun chiqdim. Mening tunugim o'zinglar bilasizlar, nayt ko'nglim parakanda bo'lsin, yanım shu namoyishda bo'ldim qarindoshlar. Mening tuqqanlarimlar emas, sizning tuqqanlaringlar emas, hammamizning tuqqanlari bizga talmirib turibdi. Kampidikilar bizga talmirib turibdi. Sargandar Suriyadagilar bizga talmirib turibdi. Dunyodagi barliq xalq bizga talmirib turibdi. Namoyishchilar, jang maydoniga kelinglar. Qo'linglardan kelganini qilinglar. Qaysi namoyish boshlanganda mana ne bir oy Evet. Doğru. bu namoyish 30 milyon xalqninki Erdo'g'an azoblarini tugutish uchun elib kelayotgan qahramonlik namoyishi. Temperatura 100 Fahrenheit, yani 38 gradus. Ama 30 milyon xalqning namoyishini qilayotgan odamning soni 5. Mana bu reallik qarindoshlar. Bugun aslında mening ekran etish niyatim yo'q, planim yo'qdi, ammo ba'zi jiddiy ahvollar tufayli ekranni qayta etishga majbur bo'ldim. Ben bugün ekranımızda Amerika'daki bir mehmanimizni teklif kıldık. Yani bugün ekranımızda Amerika Texas'tan Ümit Sabir qarindishimiz biz bilan birga bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Ümit Sabir qarindishimiz. Ve aleyküm selam. Ben sizni şu nimada bo'layotgan, Washingtonda bo'layotgan namoyish maydonida tanıgan. Mening bilishimda siz o'g'lingizni elib 20 soat mashina haydab shu namoyishga berib ekansiz. Tunji qatim sizni shu yerda ko'rgandan keyin va sizga o'xshash şu milletimizning g'amini yeb nurg'un musofirlarni besib shu naq maydonga berib namoyishga qatnashgan, namoyishimizni qo'llagan qarindoshlarimizni ko'pchilikka bir tanishtirish, ular bilan suhbat qilish maqsadida sizni bugun ekranimizga taklif qildim. Albatta sizni men bu to'liq tanib ketmayman, yangi tanishdik. Mao ko'rinmanlar ichidami tabiiyki sizni taniydigan, tanimaydiganlar bor. Shu yüzden oldi bilan o'zingizni bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ladi, rahmat vaqt ajratib bu programmangizga taklif qilganingiz uchun sizga ko'p rahmat. Mening ismim Ümit Sabir Uyg'ur.
men Sharq Turkistondagi G'ulji shahrida tug'ilib, shu yerda cho'ng'ilib, 1997-yili hammamizga ma'lum bo'lgan shu G'ulji inqilobidan keyin vatandan ayrilishga majbur bo'ldim. Shu vatandan ayrilgandan keyin Qirg'iziston, ya'ni O'rta Osiyo qatorliq davlatlarda bir mezgil sargardon bo'lib yurib, undan keyin yanada bizning beshimizni tiqalaydigan ikkinchi vatanimiz hisoblanadigan Turkiyaga berib, Turkiyada o'qish fursatiga ega bo'ldim. Turkiyada o'qib 1999-yili Allohning nasib qilishi bilan Turkiyada qilish imkoni topolmaganligim uchun Amerikaga kelishga majbur bo'ldim. Shuning yog'i Amerikada yashab kelyapman. Siz o'tganda shu Washingtonda bo'layotgan namoyishga berib, necha kun turdingiz u yerda? Men hamda namoyishga asli 2 kunlik borgan. Bu 2 kun jarayonida bizning shu yerdagi mashrab jamoati, ya'ni shu yerdagi bizningki, men burun shu Washington atrofida yashaganligim uchun asosan mening qarindoshlarim, aloqalarim, do'st birodarlarim shu Washington, Virginia atrofida bo'lganligi uchun men shu do'stlar bilan shu yerdagi Uyg'ur mashrabininki a'zolarining, qarindoshlarimning taklifi bilan bular mashrab chorshanba kuni, ya'ni ko'pincha insonlarning chorshanba kuni shu yerda to'liq bu namoyishda ishtirok qilganligini bildirganligi uchun chorshanba kuni, ya'ni 3 kun namoyish to'liq qatnashgan bo'ldim. Undan sirt yana bir necha kun shu yerda o'zimizning bu vatan davosini anglatish degandek faoliyatlar bilan jami 5 kun turib qaytgan bo'ldim oilam bilan. U yerga endi berib, masalan, bir kun turgan bo'lsangiz, bu yerda masalan boshqa peshqadamlar va boshqa inqilobchilarimiz bilan birga bo'lganingizni ko'rdik. Bir ahvol endi hozir nurg'un odamni o'yg'i solyotdi, ham nihoyatda g'ayriy tuyulyotdi. Asli bu harakat Amerikada bo'layotgan bu bir namoyish, hozirgi shu da'vo sepimizdagi shu faoliyatlarning ichida eng unumli, eng jonliq, ham xalqimizni o'yg'i soladigan, ham qizg'in qo'llashiga sazovor bo'lishi kerak bo'lgan bir faoliyatdi. Nihoyatda ahamiyatli bir faoliyatdi. Ammo bekla g'ayriy ahvol mushu yoshlarniki qo'zg'agan mushu ahamiyatli bir faoliyati hozir Uyg'urlar orasida bir jangi jidalga sabab bo'lib qolyapti. Mushu bir necha kundan bo'libmi, mushu Facebook, WhatsApp deganlarda ajoyib keskin talash tortishlar, bir-birini tillash, g'ajash, qog'ash degandeklar avjab ketdi. Bu ahvol shaxsan men hech tushunmadim. Hamda asli masalan ular Amerikadagi yoshlar qilayotgan ishni hammamiz qo'llab, qo'limizdan kelishicha ularga mayli moddiy, ma'naviy jihatdan yordam beraylik va yoki berib shular bilan bir saf turaylik. Shunday faoliyat bo'lishi kerakdi. Siz bu naq maydonga berib nurg'un ahvollarni egallab keldingiz cho'qim. Sizning hamda tushunchangizdagi mushu jangi jidallarga sabab bo'layotgan nimadi? Endi men bu jangi jidallarningki asosiy sababini nimadan ko'raman desangiz, biz oldi bilan bu yerdagi bu jangi jidal, bu yerdagi to'qinishlarni tushunishimizdan burun oldi bilan bizning vatanninki, ya'ni xalqimizning Sharq Turkiston mustaqillik masalasiga qaragan bu ideyasini, ya'ni Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi degan nima degan bu tushunchani to'liq oydin bo'lmaganligidan deb qarayman. Bu oydin bo'lmaslik hamda hozir asta-asta hammamizga ayon bo'lyapti. Ya'ni da'vo sepimizda har xil odamlar bor. To'g'ri. Ba'zilari
davaga beqip, can beqip kavatqanlar 10-20 yılın yağı bunlar var. Doğru. Ba'zilarga qilgan so'zladim aniq debdi bu davodan kelgan pul vaqtida kelmay uyining pulini to'layolmagan ahvollar bo'lib manqisini yiqitib o'tirdi. Bunday ahvol bor. Yana ko'p sondagilar, mutlaq ko'p sondagilar hamda bunda bu maoshni elib davaniki nini yeb turib da'vat qilayotganlar yo'q deyarlik bakmi oz. Ammo 99%imiz o'zimizning xizmatini qilib turib bu da'voga qo'limizdan kelishicha yordam berayotgan ham qatnashayotganlarda hamda bu yerda. To'g'ri. Ammo shu bu ishga boshlamchi bo'layotgan shu ikki qayrindishimiz, yosh qayrindishimizni aytsak, bular 2 oy ishini tashladi. Amerikadagi yerda 2 oy ishini tashladi degan gap oson bir gap emas. Amerikada bildirmasangiz, pul tapmasangiz hech kim sizga pul vermaydi, yordam qilmaydi, jiningizni boqolmaysiz. Shunda holatda bu ishga qayrindishimiz shu qadar fidokorlik bilan 2 oy xizmatini tashlab, o'qishini va boshqalarni tashlab, butun kirimidan oylik olgan holatda yanchog'idan chiqarib aşağıda namoyish qilyotdi. Bunda ahvol men shaxsan hozirgacha ko'rmagan. Namoyishlar bo'ladi. Bir kun bo'ladi, yarim kun bo'ladi, 2-3 soat bo'ladi, xotir kunlarda bo'ladi. To'g'ri. Ammo bunda fidokorlik bilan ishga bejangovar yoshninki o'tirg'i chiqishi sizcha ba'zilarning titan to'mirg'im tegayotdi qandoq? Bu ma oxirgi so'zingizga %100 qo'shilaman. Bu ba'zilarning titan to'mirg'i tegishi nihoyatda normal bir ish. Hamda chunki hozirgacha bayir deb o'tganimdek bu Sharqi Turkiston mustaqillik da'vosi bu yerda yolg'iz bir tashkilotning yoki bir guruhning emas, bu bir millatning da'vosi. Hamda necha yillardan beri bu yerda bo'lib kelayotgan narsa xalqqa so'zki selish bo'lib keldi. Hem yıllardan beri bu kelayotgan narsa biz bu yerki farq shu, biz Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi qilinyapti deb o'yladik xalqimiz. Lekin bu yerdagi masala yillardan beri Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi qandoq elib berilyapti degan narsa so'ralmadi. Ya'ni nima bosqichlar elib berilyapti degan narsa bu so'ralmadi. Chunki xalqimiz bizning siyosiy yo'llarimizga, bizning tashkilot a'zolarimizga, bizning tashkilotlarga nihoyat ishongandi. Hamda bu yerda birinchidan dunyoning vaziyatiningki, xalqaroning vaziyatiningki o'zgarishi, Xitoyning kuchlanishi, bular albatta bir sabab bo'lsa, amaliyotda Sharq Turkiston mustaqillik da'vosiningki hozirgacha taraqqi qilinmay, ta bugungacha biz bir yerga kelolmasligimizga asosiy sabab bizning xalqimizda mustaqillik da'vosi biz nimani talab qilyapmiz? Ya'ni Sharq Turkiston da'vosi qilyapmiz deymiz. Lekin Sharq Turkiston da'vosi bu yerda qandoq ilib berilyapti? Sharq Turkiston da'vosi bu yerda yillardan beri faqatla inson haqlari da'vosi, kishilik huquq da'vosi degandek bir bosqichlar ilib berildi. Amaliyotda bizning mustaqillik da'vomiz asosiy muhim o'ringa ko'tarilib chiqarilmadi. Endi xalqimizningki, bizningki o'zimizdagi xatolik bormi degan vaqtida o'zimizdagi xatolik biz shu bizning tashkilotlarimiz degan biz ishongan shu tashkilotlardan shu so'roqni so'ramadik. Sening nizomnomangni xalqqa jakolimidik, xalqimizning buningdan nizomnomalarni, seningki nima uchun da'vo qilayotganligingni o'ttirga ochiq oshkora nizomnomalarini so'roq qilmadik. Biz tashkilotlarning orqadan ergashdik, ammo bu yerda nima uchun kurash qilayotganligimizni oydin qilolmadik. Yoki oydin xalqimizga buni yaxshi tunishtiramadik. Xalqimiz bo'lsa Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi bo'lyapti degan ishonch bilan mangdi yillarcha, ammo bizning tashkilotlarimiz har xil sabablar bilan Sharq Turkistonning mustaqillik da'vosini ochiq oshkora ilib borolmadi. Endi hozirgi bu ikki yosh Salih Xudoyor va Bilal Ibrohim qatorliq bu ikki inimizningki bo'libmi Salih Xudoyorningki bu siyosiy idroki, ongi o'ziningki o't yurak bu vatanga bo'lgan sodiqligi bilan qo'zg'algan bu namoyish bir davr almishish xarakterlik bir namoyish bo'ldi. Hamda hammamizga ma'lum bu dunyoning hamma yerida qo'llashga erishdi.
Hozir masalan Uyg'urlar dunyoninki har qaysi yerida hech bir namoyish bo'lib boqmagan, hozirgacha Sharq Turkistonning bayrog'i ko'rilib boqmagan shaharlarda, davlatlarda namoyishlar bo'lyotdi. Endi bu nimadan derak beradi degan vaqtida bu solih Xudoyor Allohning yordami bilan bu namoyishlarni qo'zg'agan bo'lsa, bu harakatni qo'zg'agan bo'lsa, xalqimizmi haqiqiy bizga kerak bo'lgan yo'lning nima ekanligini tunib yetdi. Mana endi buningga qarshilik qilayotganlar albatta biz qarshilik qilganli odamni xoin, munofiq deb bir-birini tillash xato. Ya'ni bu yerdagi ixtilof nima degan vaqtida biz nimaning talabini qilyapmiz degan vaqtida xalqimiz buning qaror berish kerak. Kimning xoin, kimning munofiq ekanligiga xalqimiz qaror berish kerak. Endi bu yerda xoin degan bir gap chiqqan vaqtida bizning Uyg'urlarda avtomatik holda bu Xitoyga bevosita bir material sotgan yoki Xitoy bilan bevosita ishlagan insonlarni xoin deb ataydi. Shundaq bir ong bizga kallamizga kirib qolgan. Lekin xoin deganninki amaliy tarjimasini, ya'ni buningki mazmuniga qarab baqsak, xoin degan gap normalda o'zining millatining yoki o'zining ishongan bir gruppasining yoki ideologiyasininki umumiy manfaatiga, ya'ni oliy manfaatlarga ziyonli qilib kelgan yoki ziyonli qilib kelish uchun xizmat qilganlarmi xoin deb hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda da'voga xoinlik bormi degan vaqtida bor. Endi bu yerda da'voga xoinlik qilayotuvchilar ba'zilari bilib qiladi buni, ba'zilari bilmay o'zininki ideologiyadagi churikligidan, ya'ni mushu inson haqlari, kishilik huquq, o'z taqdirini o'zi belgilash degan bu sapsatligiga ishinib ketganligidan, vatanning to'liq mustaqilligini talab qilishdan o'zining shaxsiy hissiyoti, o'zining shaxsiy ko'z qarashini ustun o'ringa qo'yganligidan mushundaq ixtiloflar kelib chiqadi deb qarayman. Menimcha shundoq. Endi bu da'vo sepida, endi da'voning yo'nalishida har xil o'zgarishlar bo'ldi. Ammo hozirgacha masalan bir to'liq mustaqillikni nizomnomasiga yozgan va shuni ochiq oshkora talab qilayotgan bir tashkilot bormi desa bor. Masalan, surgundagi hukumatga o'xshash tashkilotlar bor. Ammo shu birlig'ida emas hozirgacha boshqalarida bu mustaqillik nizomnomasiga yozilmagan, shu aradimi yo'q. Endi to'g'ri. Xalqimiz shu yaqinning yog'i endi bu Xitoy bilan birga yashashdan qat'iy mumkin bo'lmaydiganligi. Bu Xitoydan qandaqdir bir insonlik talab qilishniki, u erkinlik, inson haqlari, o'z taqdirini o'z belgilash degandek bir bilan talab qilishniki, bir ahmoqona ish ekanligini xalqimiz to'liq tunib yetdi. Mana hozir Xitoy ochiq oshkor holda shu butun Uyg'ur millatini yo'qotamiz degan maydonga sakrab chiqdi ham qilyapti bu ishni. Ham shunlashgan bu asli programmasida unday gaplar yo'qlarmi? Sal xijlab qoldimi, qizirib qoldimi? Ommaviy sorunlarda deyamizmi, ammo kichik yoshirin sorunlarda davatidi. Ya'ni hey biz demagan bilan bizning oxirgi nishonimizmi mustaqillik degan gapni chiqarib oldi bular. Bu endi yillardan beri mana bayi deb o'tganimizdek millatimizningki og'ziga so'sk selish taktikasi bu. Yillardan beri bo'lib kelayotgan. Endi hali hammo uning ustiga bu siyosiy ideyada, ya'ni bu yerda aydın bo'lgan bir narsa bor. Vatanning mustaqilligini asosiy nishon va uningdan boshqa hech qanday yo'l biz uchun kerak emas degan bir ideyadagi inson bu yerda nishonini aydın qila oladi. Endi yillardan beri xalqimiz mana bu so'sk selish bilan bizning siyosatchilarimizga ishinib keldi. Siyaset bo'lyapti dedi, bizga Amerika yordam qilyapti, xalqaro yordam qilyapti dedi. Lekin bu yerda xalqningki ideyasini, bu yerda eng cho'ng bo'lgan ziyonkashlik nima degan vaqtida bizningki to'prog'imiz ishg'ol ostidami? Albatta ishg'ol ostida. Bizning ma'rifimiz qoldimi? Yo'q. Endi oxirgi mezgillarda ta Xitoy bu o'zining ishg'ol siyosatini, ya'ni bu qirg'inchiligini
eng yuqori pallaga bugungi holatga akagicha orliqda bizningki ziyolilarimiz olsun, bizning ba'zi tashkilotlarimiz olsun, nimani targ'ib qilib keldi degan vaqtida biz o'zimizning mavjudiyatligini saqlab qolsaqni bo'ldi hozir. Biz oldi bilan mavjudiyatimizni saqlab qolaylik. Uningdan keyin asta biz qolgan narsalarni talab qilsak bo'lmamdi degan safsati bilan xalqimizning ideyasini burmilab keldi. Bu yerda ideyani burmilab degan vaqtida nimani deymiz degan vaqtida har bir millatga bo'libmi ishg'oliyat ostidagi bizga o'xshash millatlarda bir iqim ziyolilar kesimi, ziyolilar iqimi, elit kesim deymiz, bu bo'lish kerakki, xalqni to'g'ri yo'lga boshlasin. Ammo Türkçe ne yazık ki deb qo'yamiz, afsuslanarligi bizningki ziyolilarimizning ko'pinchisi mana mushu yerda xatolashdi. Bizning xalqimizni mustaqillikdek bir irodaga, ishonchiga texmo ishontirish uchun, ya'ni bu ideologiyani xalqimizningki ideyasiga singdirish uchun kurash qilmay, texmo avtonomiyadan hozirgi atoqda so'zdi bor avtonomiyadan to'van darajadagi faqatla biz inson haqlari, kishilik huquq, o'z taqdirini o'z belgilash degan narsalar bilan o'zimizning mavjudiyatini saqlab qoladigan taslimiyatchilikka targ'ib qilindi bizning xalqimiz. Endi bu taslimiyatchilikka targ'ib qilindi. Biz o'zimizni saqlab qolsak, demak bu yerda Uyg'ur bo'pla saqlanib qolsak, bu savol chiqadi bu yerda. Biz Uyg'ur tilimizni bilsa, bizningki Uyg'ur naqshi musiqalarimiz bo'lsa, san'at musiqalarimiz bo'lib bo'lsa, madaniyatimizni saqlab qolsak, demak biz bu Sharq Turkiston mustaqillik davosidan voz kechamdik. Demak savol bu yerda. Biz o'zimizdan savol so'rashimiz kerak. Sharq Turkiston mustaqillik davosi bu o'lmas bir milliy iroda. Endi bu yerda Sharq Turkiston Xitoyning eng qo'rqaydigan masalasi shu. Bizning to'prog'imizni ishg'ol qilib bo'ldi. Bizning madaniyatimizni yo'q qilyotdi. Dinimizni asosiy jihatdan dinni cheklab bo'ldi, tilimiz cheklanib bo'ldi, nimamiz qoldi endi degan chaqda bizda shu bir o't yurak qoldi. Mustaqillikqa cho'qim erishimizga ishonch qoldi, ammo Xitoy biz bilan aytishayotgani eng qo'rqaydigan, eng andish qiladigan masala mana shu. Endi buningga albatta Xitoyningki yillardan beri inson haqlari, kishilik huquq bu da'volarni qilish jarayonida albatta Xitoyningki ba'zi titan tomiriga tekkan bilan, ammo mustaqillik da'vosi qilishdek bundaq irodaga ega bo'lib qilishni bu Uyg'ur millatiningki hech bir zaman hazm qilolmaydi, ham eng qo'rqan masalasi shu. Endi yana bir Xitoy uchun qo'rqinchli masala nima deb kelgan vaqtida Uyg'urlarningki, ya'ni Uyg'ur millatchiligi qilishini xohladi. Uyg'ur millatchilik, ya'ni Uyg'urlarning inson haqlari da'vosi qilishni Xitoy mi xohlaydi? Shuning uchun bu bizga berilgan ya'ning ismi asli bor bo'lgan Sharq Turkiston degan ismdan nima uchun Xitoy shunchalik qo'rqaydi? Nima uchun Sharq Turkiston degan ism atalganga shunchalik zo'ravonlik qiladi? Nima uchun Uyg'ur avtonomiy rayoni deganni berdi? Chunki bu yerda bizning Sharq Turkiston degan ismning biz uchun qanchalik qutsalligini, bu bir egilik huquq ekanligini Xitoymi undan biladi. Endi biz qo'pib yillarcha bo'libmi shu oxirgi 15-20 yilning jarayonida biz Sharq Turkiston mustaqillik davosini Uyg'ur tashkilotlari, bu yerda men ism atab ya tashkilot atab yurmayman, xalqimizning bilgichiligi va asta Uyg'urlarningki tor millatchilik faqatla Uyg'urlarni bilan munosabatlik bir millatchilikka opirib akilib, faqatla Uyg'urlarning inson haqlari, kishilik huquqini qo'g'daydigan, ya'ni buning uchun kurash qiladigan bir da'voga aylantirib qo'ydi. Bu eng cho'ng bizningki yo'qotishimiz, o'sha 15-20 yilning ichidagi bizningki eng cho'ng ziyonlarimizdan birisi Sharq Turkiston mustaqillik da'vosiningki kelib inson haqlari, kishilik huquq da'vosi bo'lib qolishi. Yillardan beri xalqimiz mustaqillik da'vosi bo'linyapti deb o'yladiki, lekin bizning tashkilotlarimiz, bizning siyosatchilarimiz bu yerda inson haqlari, kishilik huquq degan da'volar bilan
apırıp bizning Sharq Turkiston mustaqillik da'vomizni Xitoyning ichki ishlariga aylantirib qo'ydi. Nima uchun bu yerda Xitoyning ichki ishlariga aylantirib qo'ydi deyman degan chaqda inson haqlari, kishilik huquq deganni bu bir davlati va o'zininki mustaqil davlati va insonlar o'zininki mavjud hukumatidan, ya'ni o'zining bor bo'lgan hukumatlaridan yoki o'zlarining hukumatlaridan mustabid bir sistem bo'lsa yoki diktator bir sistem bo'lgan bo'lsa, o'zining davlatidan so'raydigan narsa bu inson haqlari, kishilik huquq, demokratiya degan narsa. Misol, Xitoylarning demokratchilari o'zining davlatidan demokratiya talab qilishi, Xitoylarning o'zining davlatidan inson haqlari talab qilishi bu to'g'ri. Shuning uchun Xitoy demokratlari, Xitoy inson haqlari tashkilotlari o'zining inson haqlarini talab qiladi. Ammo biz nima uchun Xitoydan inson haqlari talab qilamiz? Biz Xitoydan inson haqlari talab qilishimiz dek ahmoqonlik shumi. Chunki bir ishg'oliyat ostidagi millatning o'zini ishg'ol qilgan bir ishg'olchidan inson haqlari talab qilishi nimadan derak beradi degan chaqda men sening bir fuqaroring deganni e'tirof qilgan bo'ladi. Ya'ni bu yerda Sharq Turkiston degan bir egilik huquq davosiga ihonat qilgan bo'lamiz. Bu yerda yillarcha biz shuni targ'ib qildik, shuni so'zlab keldik, ammo nima uchundir albatta buningda biz yaklandik, cheklandik, hatto biz dushman o'rniga deb ko'rgan insonlar bo'ldi, ammo xalqimiz Allohga shukr 30 yilning yoki 30 yildan oshiq ilib berilayotgan inson haqlari, kishilik huquq, demokratiya, o'z taqdirini o'zi belgilash degan da'volarningki savolini so'rashga boshladi. Agar inson haqlari, kishilik huquq, demokratiya degan bu da'vo agar oqqan bo'lsa, xalqimizga bir zarrachilik foydasi bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli, millatimizning, xalqimizning hozirgi ahvoli bu holatda bo'lmaydi. Demak, bu yerda bir haqiqat bor. Bu Solih Xudoyor bilan Bilal İbrahim inimizningki bu tashkillagan namoyishlarningki dunyo xarakterlik, xalqaro xarakterlik dunyoning har bir yerida Uyg'urlar barliki yerlarda qo'llab-quvvatlashga erishishidagi sababmi mana xalqimizning bu ziyonni ko'rib yetganligi, 30 yillik o'zimizning uxlatilganligini, o'zimizningki uyqu doğrusu berilganligini xalqimizning his qilganligidan bugungi xalqimiz to'g'ri bilan xatoni bilib yetyapti. Ham xalqimizga Alloh rozi bo'lsin, xalqimiz oq-qorani farq etyapti. Nəhayət toğru dediniz. Həqiqətən hazırki altımızda bizning milletimiz, Uyg'urlarimiz eng səgək bir davr desək buladı. Həqiqətən Uyg'urlar. Şu arada tavla verib iş minimini gömsə, bir təşkilatını qurub qoyub 10 yıl, 20 yıl dava qılıb onun ünümünü gömməkdə yox. Bizning ahvalımız gündən açarlışmansa əlbəttə həmmədən oyğusalıdır bu ahval. Əmdə bunlar bu yerda endi bu tashkilotlarni söküş, albatta tashkilotdagi insonlarning bu yerda hech qaysi bir tashkilotga ma'nosini oydinlashtirishimiz kerak. Hech qaysi bir tashkilotga biz hujum qilmasligimiz kerak, Uyg'urning tashkilotiga. Endi bu yerda nima uchun hujum qilmasligimiz kerak degan vaqtida inson haqlari, kishilik huquq davosini qilsin. Chunki umi kerak bizga. Nima uchun kerak degan vaqtida Amerika olsun, Kanada olsun, Avrupa Birliği olsun, dünyanın her qaysi joylarida Xitoydagi inson haqlarininki qanchalik inson haqlarininkidan uzoq ekanligi, inson haqlarining qanchalik dafsanda qilinayotganligi, bu yerda o'zining Xitoy xalqini qanchalik ezayotganligini bildirish orqali Xitoydagi inson haqlarininki dafsandichiligini, demokratiyaning yo'qligini bu yerda targ'ib qilish xato emas. Ammo bu yerdagi bir xatolik bor. Bizning tashkilotlarimizdagi hokim mutlaq bo'laman degan xatolik bor. Bu yerda tashkilotlarningki ba'zi tashkilotlarning boshqa tashkilotlarni e'tirof qilmasligi bor. Siz bir nihoyat yaxshi bir nuqtani o'tirib qo'yib ketdingiz. Sharq Turkiston surgun hukumati hozir xalqaroda dunyoningki har qaysi, ya'ni Sharq Turkistonning sirtida, ichida bo'lsin,
birdan-bir Sharq Turkistonning mustaqilligini o'zining nizomnomasiga qo'ygan, xalqqa ochiq jakalagan bir tashkilot. Endi uningdan boshqa tashkilotlar Dünya Uyg'ur Qurultiyi bo'lsin, Uyg'ur Amerika birlashmasi bo'lsin, bu tashkilotlarning nizomnomalarida Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi yo'q. Yo'q dalalaydiganim nima degan vaqtida, agar bu Sharq Turkiston mustaqillik da'vosini nizomnomasiga kirgizilsa, nechkunlarning yog'i bo'layotgan bu iqtisod masalasi to'xtaladi. Endi bu yerda bu iqtisod masalasiga to'xtaldimi? Bu yerda iqtisodmi kerak bizning da'voga? Tamam. Bu yerda iqtisoddan voz kechib, Amerikaning yordamidan voz kechib yoki Yevropa birligining yordamidan voz kechib, inson huquqlari kishilik huquq da'vosidan voz kechdamdiq degan chaqda asli bunday emas. Bu yerda bundan voz kechishga bo'lmaydi. Lekin bu yerdagi eng cho'ng xatolik boyman deb o'tib ketgan siyosiy hazmsizlik bor. Siyosiy hazmsizlik deganimda nima degan vaqtida manli bo'lma degan shaxsiy manlik bor bu yerda, bizlik yo'q. Bayı deb o'tib ketgan birinchi mazmunga bu maskildigan tarafi bizdagi Sharq Turkiston mustaqillik da'vosiningki, Sharq Turkiston davlat oliy manfaatiningki hammadan ustun turishga kerak bo'lgan yerda, lekin ba'zi tashkilotlarimiz, ba'zi insonlarimiz o'zininki shaxsiy hissiyoti, shaxsiy ideologiyasi tufaylidan Sharq Turkiston mustaqillik da'vosini o'zining shaxsiy hislaridanmi to'yan o'ringa qo'yib olganligidan Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi qilgan boshqa tashkilotlarni e'tirof qilolmaslikdek siyosiy hazmsizlik bor. Sharq Turkiston surgun hukumati hech bir zaman boshqa tashkilotlarni kamsitgani yo'q. Amaliyotda haqiqiy xalqaro qonunlarga, dunyodagi tashkiliy tuzumlarga, davlatchilik bir sistemiga qarab baqsaq, Sharq Turkiston surgun hukumati Sharq Turkiston Cumhuriyeti bo'lgan, bizda bo'lgan Cumhuriyetning ishg'ol qilingandan keyingi surgun hukumati deb atilishidagi sababmi shu, Sharq Turkistonning sirtidagi eng oliy vakillik tamsiliy organi. Endi bu yerda siyosiy hazmsizlik degan yerim nima o deb aytgan chaqda, bizning ba'zi tashkilotlar o'zining nizomnomasiga, masalan, Dünya Uyg'ur Qurultiyining nizomnomasida Dünya Uyg'ur Qurultiyi xalqarodagi dunyodagi Uyg'urlarning birdan-bir huquqliq tashkiloti, faqat birdan-bir huquqliq tashkiloti deb yozib olgan. Bu mana sabab mishadan kelib chiqyapti. Mushu ideologiyani yozuvchilar, mushu tashkilotning nizomnomasini yozuvchilardagi ideyaning xatoligidan kelib chiqayotgan masala. Sharq Turkiston mustaqillik davosini o'zining nizomnomasiga kirgizamagan bir tashkilot qandaqsiga Uyg'urlarning, ya'ni texi Sharq Turkistonning eng oliy birdan-bir tashkiloti bo'la oladi? Bu savol xalqimiz so'rash kerak. Mening xalqimga tavsiyalarim boya deb o'tganimdek, o'zi ishonayotgan, o'zi a'zo bo'ldim deyotgan yoki siyosatlaridan mamnun bo'lganligini his qilayotgan tashkilotlarga nizomnomasini o'qib beqish kerak. Nizomnomasida nima bor, nima uchun kurash qilyotdi deyish kerak. Bu yerda bir tashkilotniki rad qilishidek ahmoqonlik yo'q bizningki siyosiy hayotimizda. Nima uchun degan chaqda bizning o'zimizning bir mustaqil davlatimiz qurilgani yo'q. Biz xalqaroda bir-birimizni qo'llab, bir-birimizningki aybini yepib, bir-birimizning bilmagan yerini bir-birimizga o'rgatib, Sharq Turkistonning mustaqilligini da'vosini qilishimiz kerak bir sharoit, asli majbur bo'lgan bir vaziyatda amaliyotda bir-birimizni e'tirof qilmayapmiz. Bir tashkilotlarni bir-birini e'tirof qilmaslik bor. Masala mishadan kelib chiqayotgan narsa. Endi Dünya Uyg'ur Qurultiyiniki bu yerda ism atashqa men asli bir insonning ismini atamaydigan, boyiqi sizningki ba'zi insonlar yoki ba'zi tashkilotlarningki bu Xudoyor inimizningki o'rinlashtirishga namoyish bo'lgan to'sqinliklari, qarshiliklarni tilga oldingiz. Agar mumkin bo'lsa, mushaqda bir o'zimningki fikrimni bayon qilay. Men oxirgi kunlarda Mehmet To'xti degan bir qarindishimiz Kanadada yashaydigan, bu hammamizga ma'lum
bu namoyishninki Salih Xudoyor yetakchiligidagi bu namoyishlarning Amerika konsullarining oldida yoki Amerika Kongresi, Amerika hukumatininki binolarining oldida ilib berilishningki xatoligini targ'ib kulgili bir mazmunni o'tirib qo'ydi. Bu qirindishimizga men ishchim og'irdi. Nima uchun degan chaqda yillarcha siyosatning ishida yurgan, yillarcha men vatan mustaqillik uchun harakat qilyapman deb yurgan insondan birisi bu Mehmet To'xti. Mehmet To'xti hatto o'zining tashkilotiga ihanat qildi. Ya'ni o'zi hozir vazifa o'tayotgan Dünya Uyg'ur qurultayiniki ko'chmanlar ishidan mas'ul bir bo'lim boshlig'i agar xato bilmasam, Dünya Uyg'ur qurultayı bu biz Uyg'urlarning yillardan beri qo'llab kelgan tashkilotlardan birisi. Ammo Dünya Uyg'ur qurultayininki o'zininki tashkiliy tuzumlariga o'zi xiloflik qildi. Nima uchun xiloflik qildi degan chaqda Dünya Uyg'ur qurultayininki raisi Dolqun Aysa apandan bu namoyishga garchi kechikib qo'llaydiganligini kechikib bildirgan bo'lsa-mu, Salih Xudoyorninki ismini og'ziga ep turib, bu Washingtonda o'tkazilayotgan Amerika Kongresining oldida Amerika siyosatchilarininki qo'llashini qo'lga keltirib, Amerikada bu bizningki vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchilik va bu concentration camplarininki taqilishini so'raydigan siyosatchilarning qo'llab-quvvatlash uchun bir qonun loyihasi uchun ilib berilayotgan bu namoyishga o'zini qo'llab-quvvatlaydiganligini e'tirof qilib bo'ldi. Bu yerda bir haqiqat bor. Mayli Dolqun Aysa apandi kechikib buni e'tirof qilgan bo'lsin yoki vaqtida e'tirof qilmagan bo'lsin, bu yerda bir bayonot e'lon qildi, video tarqatdi. Undan keyin Sharq Turkiston surgun hukumat Sharq Turkiston bu Dünya Uyg'ur qurultayidagi bir tashkilotning ichidan boshqa a'zolarini o'zining qo'llaydiganligini, buning qarshi emasligini, biz bu namoyishlarga qarshi emas deganlarni o'tirib qo'ydik. Endi nima uchun o'zining tashkilotiga o'zi ihanat qilyapti, o'zining tashkilotiningki tashkilsizligini jakalayapti degan vaqtida Mehmet To'xti hali ham Dünya Uyg'ur qurultayiningki muhojirlar ishxonasimi, ishqilib bilmadim, shundaq bir ishxonasiningki bo'lim boshlig'i. Bu nima degan tashkilsizlik? Demak, bu yerdagi bu tashkilsizlik bu Dünya Uyg'ur qurultayiningki asosiy maqsadininki oydin emasligini. Ya'ni bu inilarimizdan mundaq bir savol so'raylik. Bu namoyish to'g'riliq mundaq bir savol so'rash majbur bo'lamiz. Bu namoyish tamam Mehmet To'xtining digindekmi deb o'ylab baqayli. Chunki har xil mazmunlarda o'ylab baqaylik. Mehmet To'xtininki o'ylash kategoriyasi tarafdan o'ylab baqsaqmi, birinchidan Amerika konsullarining oldida bo'layotgan namoyish bu Mehmet To'xti degandek bu yerda Amerikaga qarshilik bildirmaydi. Amerika hukumatidan bizni qo'llanglar, bizni support qilinglar, ochiq oshkora har kuni shu yerda deyilayotgan namoyishninki shuarlarida Support us America birinchi boshlaydigan narsa Amerika bizni qo'llanglar. Amerika Uyg'urlarga ega chiqinglar. Amerika Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llanglar, ega chiqinglar degan kunlarcha bir oy 9 kunning yog'i davom qilayotgan namoyishdagi shuarlar mana shu. Endi bundaq bir ochiq oshkora Sharq Turkistonning mustaqilligini, Sharq Turkistonning Amerikaning qo'llash kerakligini jakalayotgan bir namoyishga buningdek suiiste'mol qilish ni xalqimiz o'zi javob berib olsin. Bu yerdagi ziyonkashlikni. Endi bu namoyishlarning nima ziyini bo'lar masalan xalqimizga? Ziyini bo'ladi bundaq namoyishlarni qilmayli deb ham bayonot e'lon qildi, ham yozma yozibdi, ham videolarda so'zlabdi WhatsApplarda. Endi bu bir siyosiy idroksizlik deb qarayman. Chunki o'zining tashkilotiga ihanat qilayotgan bir inson bu. O'zining tashkilotining yuzini tushirayotgan, Dünya Uyg'ur qurultayining yuzini xalqimizningki qalbidagi o'rnini suslashtirayotgan bir inson bu. Endi bu yerda
Ziyan payda meselesi kelsek, yıllardan beri Dünya Uygur Kurultayı olsun, yoki bo'lmasa UAA, yani Uygur Amerika Birleşmesi olsun, yoki bo'lmasa dünyanın başka yerlerindeki qaysi tashkilot bugünkidek namoyishlarni xalqaralashtiradi. Yani bugünkidek dünyanın hamma yeriga bütün Uygur yaşlarımızdan, bütün Şarkı Türkistanlıklarının deyiş gerek. Hazır Kazaklarını qo'llayotadi çünkü bütün Şarkı Türkistan xalqining birdek, bir maqsadda mushu zulmga qarshi chiqayotgandek bundaq bir vaziyatni qaysi bir tashkilot amalga oshira olibdi? Amalga oshirgani yo'q. Yillarcha namoyishga nimishki chiqmaydi, bizning Uyg'urlarimiz nimishki namoyishga chiqmaydi deb zorlanib kelgan tashkilot men bu yerda Dünya Uygur Kurultayı'nınki bütün Dünya Uygur Kurultayı'ga hücum kılınışına karşıyım. Ama bu Dünya Uygur Kurultayı'nın içindeki parazitler var. Bana şu Mehmet Toktuk'a okşaş ne yazık ki yani bu absuslarlığı ahirki zamanlarda siyaset yıllardan beri bu müstakillik davasının içinde, bu siyasetin içinde buluvatkan Parat Yorunkaş efendimi bu hatalıkların içine kırıvatıdı. Bir yerdeki siyasi idraksızlıkka hayran kılıvatından. Nima üçün degan chaqda bu buluvatkan namoyishlarda Dünya Uygur Kurultayı'na karşılık yok. Bu namoyishlarda Uygur'un ziyan ip keladigan zarrachilik ish yo'q, foydasi bo'lsa bo'ladi-ki, ham buluvatıdı. Zarrachilik ziyini yo'q bir ishga nima uchun bu insonlar qarshi chiqib Dünya Uygur Kurultayı'dek bir muhim tashkilotning obraziga ziyon yetkazadi degan savolni so'rashimiz kerak xalqimiz. Bu ziyonni yetkazayotgan insonlarga men shuni tavsiya qilamanki, shu o'zininki tava bo'lgan tashkilotlari asli siyosiy tashkiliy bir jazo berish kerak bunda insonlarga. Nima uchun degan chaqda har qanday dunyodagi tashkilotlarda o'zining tashkiliy tuzumiga, o'zininki nizomnomalarga xiloflik qilgan bir insonlarga tashkiliy jazo berish kerak yoki tashkildan qo'g'lab chiqarilish kerak. Odatdagi bir shirkatda shunday qilinadi. Endi Dünya Uygur Kurultayı nerede xatolashdi deymiz. Dünya Uygur Kurultayıga nima uchun bizning yoshlarimizningki, bizning xalqimizning bugünkidek shunchalik nafrat bilan qaraydigan qarab kelishiga sabab bo'layotgan narsalarni asli Dünya Uygur Kurultayı'nınki liderlik kategoriyasidagi insonlar, yani bu yöneticileri deb qo'yamiz, boshqaruvchilar mandaq savol qo'yish kerak. Nima uchun xalqimiz turibla Dünya Uygur Kurultayıga buncha o'shmanlik bilan qaraydigan bo'lib ketdi deganni xalqimizdan emas, Salih Xudoyarning namoyishidan emas. Chunki Salih Xudoyar Dünya Uygur Kurultayı'ning raisligini olib olay demadi. Yoki bo'lmasa UAA'ning raisi men bo'lay demadi. Ama o özünün ot yürek kalbi bilen bu namoyishga chiqyapti. Bu namoyishni yetaklapti. Hammamiz bildigan dünyanın hamma yerida qo'llanib kelyapti. Endi nima uchun Salih Xudoyarning namoyishiga bunchalik qarshi chiqishga, shunchalik zarba berishga urinayotgan, bu namoyishni suiiste'mol qilib, bu namoyishni xalqimizning nazarida xunuklashtirishga urinayotgan insonlarning Dünya Uygur Kurultayı'nın ichidagi shu yönetim kuruluning idari heyetinin içindeki birisinin mushundaq ziyonkashligiga Dünya Uygur Kurultayı asli jazo bermaslik bilan texminavatini tekyapti. Hatta men bu yerda shuni ochiq jakalayman, 2 kunning oldida men Dünya Uygur Kurultayı'ningki taftishi, yani Dünya Uygur Kurultayı'ningki hozirgi mavjud taftish heyet a'zosi, yani taftishi bo'lgan Ablekim İdrisqa bilan suhbatlashdim. Hem bu to'g'riliq o'zimninki bir shaxs Sharqi Turkistonlik bo'lish salohiyatim bilan men shikoyatimni berdim. Nima uchun degan chaqda bu yerda bir tashkiliy tuzum degan narsa bor. Mehmet To'xto'ninki qilayotgan bu ziyonkashligi, bu namoyishlar qilayotgan ziyonkashligi, garchi Dünya Uygur Kurultayı biz bu namoyishlarga qarshi chiqmaymiz. Bizni kim bu namoyishlarga qarshi chiqyapti degan bo'lsa, bu ig'vo, bu fitna fasod deyishning o'rniga Mehmet To'xtodek bu namoyishlarga bevosita ziyonkashlik qilayotgan, suiiste'mol qilishga, buni xunuklashtirishga urinayotgan insonlarga tashkiliy jazosini berganligini xalqimizning oldida
jakalish kerak. Agar unda qilamiz nima bo'ldi degan vaqtida birinchi bu yerdagi xatolik Dünya Uyghur Qurultayiniki bu namoyishlarni kechikib qo'llab qilishi. Yana birisi Dünya Uyghur Qurultayiniki bu namoyishlarga aktiv qatnashmasligi. Dünya Uyghur Qurultayiniki Şemsiye tashkiloti bo'lgan Uyghur Amerika birlashmasininki bu namoyishga to'sqinlik qilishi, bu yerda to'sqinlik qilganlarni Virginia, Washington tarafidagi jamoat nihoyat aniq biladi. To'sqinlik qilishi, hatto bu namoyishga xalqning chiqmasligini targ'ib qilishi, bu namoyishni Amerikaninki siyosatchilariga bu xat yozib, bular fundamental islamist, bularni qo'llamanglar degan xatlarni yozganligi, bu hammasi haqiqat. Bizning Uyg'ur xalqimiz hammani jamoat buni biliglik. Endi mushundaq bir sharoit ostida Dünya Uyg'ur Qurultayi biz bu namoyishlarga qarshi chiqmadik deyishning o'rniga yoki bo'lmasa xalqdan chiqayotgan qarshilikqa pishti fasad Dünya Uyg'ur Qurultayining yuzobro'yini to'kish uchun mushundaq harakat qilyotdi bular deyishning o'rniga o'zining tashkiliy tuzumidan bir ko'zdan kechirish kerak deb qarayman. O'zining tashkiliy tuzumida tashkiliy tuzumga xiloflik qilayotgan Mehmet To'xtovga o'xshash insonlarga tashkiliy jazosini berish kerak. Masalan, men shu sababdan bir Sharq Turkistonlik bo'lish salohiyatim bilan, garchi Dünya Uyg'ur Qurultayining a'zosi bo'lmasam-mu, Sharq Turkistonlik bo'lish salohiyatim bilan Dünya Uyg'ur Qurultayining taftishiga Abdukim Idrisga men bu shikoyatimni o'zimning shaxsiy nomim bilan shikoyatimni bildirdim. Ya'ni bu yerda Dünya Uyg'ur Qurultayininki xalqimizningki qalbidagi o'rniga ziyonkashlik qilayotganligi to'g'ri. Shuning uchun bu yerda har narsada odil bo'lish kerak. Asli xatolik nerdan kelib chiqyapti bu yerda degan chaqda yana aylantirib ekarsak, jillarcha xalqimizni uyqu dorisi berib, jillarcha xalqimizga so'sk silib, biz Sharq Turkiston da'vosi qilyapmiz deb, lekin Mao tarafda ishning o tarafiga chiqqandan keyin inson haqlari, kishilik huquq, o'z taqdirini o'z belgilash degan da'volarni qilish orqali Sharq Turkiston mustaqillik da'vosini akilib Xitoyningki ichki ishlar masalasi, Xitoyning ichidagi bir Uyg'urlarning haq-huquq da'vosiga, egilik huquqini, Sharq Turkiston davlatining egilik huquqini bir Uyg'ur millatininki faqat va faqat inson haqlari da'vosiga aylantirib qo'yganlik shu siyosatga yetakchilik qiluvchi insonlarning ziyonkashligidan kelib chiqyapti. Mana bugungi millatning xalqimizningki o'ttirsidagi ixtiloflarmi. Ammo xalqimiz Allohga shukr bu ziyonkashlikni, bu xatolikni 30 yilning yog'i olditilganligini asli bizga kerak bo'lgan narsaning mustaqillikdan boshqa narsa emasligini xalqimiz tushunib yetadi. Nəhayət to'g'ri, nəhayət ətraflı tushuntirib berdiniz. Rahmat. Haqiqatan hozir bo'layotgan ishlar shu milliy manfaat bilan shaxsiy manfaat orasidagi munosabatlar keltirib chiqyapti. Bu tashkilotlar masalan hech kim masalan bir tashkilotlar agar haqiqatan bir Uyg'ur uchun jon ko'ydirib ishlayotgan tashkilot bo'lsa, uning hujum qilishni, uning vayron bo'lishini ko'rishni xohlamaydi. Albatta. Ama hazır endi munofiq desak, bunun bir necha hukm bo'lishi kerak. Birisi uch boshqara Xitoyniki vazifa topshirishi bilan bizning aramizga singdirib kirilgan munofiqlar bundalar aniq. O'tganda shu qurultaydagilar ichidagi qurultayning ichidagi birisi bizda 40% xoin bor debdi. O kadar ko'pmi emasdi, ammo bog'liq aniq. Yana birisi mayli shaxsiy g'arazda bo'lsin, mayli o'chirishda bo'lsin, mayli o'zininki bir qilgan razil ishlarniki oshkorlanib qolishidan qo'rqib bo'lsin, bizniki haqiqiy vatanimiz, millatimiz uchun jon ko'ydirib ish qilayotganlarni cheqib, ya'ni batnomlar bilan, boya degandek bular radikallar, islomistlar, bular Amerika bilan Xitoy davlatiniki munosabatini jiriklashtirdi, o bularni qo'llamanglar degandek mushundaq shakllarda chaqqanlarni munofiq deyish xato bo'lmas kerak mencha.
Albatta bu yerda boya deb o'tganimdek endi munofiq degan endi mening bilishimcha bu islomiy islomiy bir gap. Bu munofiq ko'pincha mezgil ko'pincha vaqtlarda mening bilishimcha endi men islomiy bilimlarim ko'p yetarli bo'lmag'achqa xato so'zlab qolishdan o'qiman. Lekin mening bilishimcha bu munofiq degan gap dinga ixonat qilgan, ya'ni dinga dushmanlik qilgan insonlarni munofiq deymiz. O'zining vataniga bizning ya'ni asl Uyg'urcha tilimizda vatan yoki vatanning manfaatiga ziyonli qilgan insonlarni xoin deb ataymiz. Endi bu boya deb o'tganimizdek siz to'g'ri bir nimani o'tirib qo'ydingiz. Bu xoinlikninki albatta bu yerda bir necha xil kategoriyasi bo'lishi kerak bu yerda. Bir insonni bir xoin degan vaqtida albatta Xitoyga setilib, Xitoydan pul olgan bo'lsa xoin bu birli shakldagi xoinlik bo'lmaydi. Vatanning oliy manfaatiga, bizning oliy manfaatimiz nima? Bizning oliy manfaatimiz mustaqillik. Biz hammadan voz kechsak kechimizki, mustaqillikdan voz kechmaymiz. Xitoyning eng qo'rqadigan narsasi shu. Hozir hech nimamiz qolmadi, faqatla bizning qonimizdagi mustaqillik ideologiyasi qoldi. Ammo ne yazıqki, afsuslanarligi oxirgi 20 yilning yog'i Uyg'urlarning mingisidagi mustaqillik ideyasini, mustaqillik ishonchini yo'qotishga urinish siyosati olib berildi. Endi bundaq ziyonkashliklar vatanga ixonat bo'lamdi, bo'lmamdi? Vatanga xoinlik bo'lamdi, bo'lmamdi? Bu masalan o'zining davlati va ba'zi xalqlarga qarab boqaylik. Amerikani o'ylayli yoki Yevropani o'ylayli. Masalan, Amerika manfaatiga ziyon yetkazib, Amerikaningki milliy istixborotini Xitoyga sotganligi yoki Rossiyaga sotganligi uchun bu insonlarni xoin e'lon qildi. Buning bilan bizning Uyg'urlarning ichidagi Xitoyga ma'lumot yetkazganlar albatta xoin bo'ladi. Endi bizning oliy manfaatlarimizni ziyonga uchirtib, millatimizningki birligiga ziyon yetkizish. Hozir xoinlar nima ish qila oladi deb o'ylab so'rab baqsak oldi o'zimizdan. Bir odamni xoin demanglar, bu insonni xoin desak bo'lmaydi deydi. Masalan, biz yillarcha mustaqillikdan boshqa yo'l bizga yo'l emas degan vaqtimizda bizga mushatadigan, hatto yillar burun, hatto ta shu xalqimiz haqiqiy mustaqillikning ta'mini, mustaqillikningki muhimligini mana ko'rib yetyapti. Mushu kunimizga qadar Rabiya Qodirningki Dünya Uyg'ur qo'mitining ichida bo'lganligidan Rabiya Qodirning mustaqillik da'vosi qilinmayotdi, vaqrab jakalamayotdi deb biz qarshi chiquvchilardan birisidim men shaxsan. Shu vaqtda bizni qo'pib da'voning dushmani deb mushitib Rabiyani mening onam demeding, Rabiya Qodirni onamiz demeding, sen Rabiya Qodirga hurmat qilmading, sen deb anglamagan til ahonatimiz qolmadi. Ammo afsuslanarligi bugun Rabiya Qodir xonim Salih Xudoyorning yinida mustaqillik bayrog'ini ko'tarib Salih Xudoyorning yinida namoyish qilyapti, ammo ayni vaqtda Rabiya Qodirni onam demeding deb bizga mushataman deganlar Rabiya Qodirning yinida yo'q bugun. Mana bu xatolik. Bu yerdagi vatanga bo'lgan sodiqlikninki bu yerdagi churukligi. Bu yerda ihanat degan nima degan vaqtida da'voga ihanat, da'voga xoinlik, yolg'iz Xitoyga birib bir nimani satsili hisob emas. Ihanat, xoinlik degan xoinlar nima ish qila oladi deb so'rab baqsak bo'ladi. Xoinlarning qo'lidan kelidigini mana shu bo'layotgan dunyoning hamma yerida birdek uyg'unishga sababchi bo'lgan shu namoyishlarni Xitoyga eng cho'ng bir zarba bo'layotgan bugungi kunda bu namoyishlarni xunuklashtirishga uringan insonlar xoin kategoriyasiga kiramdi. Buni xalqimiz o'zi o'ylab olsa bo'ldi. To'g'ri. Ya'ni shamolning yo'ldoshi qarab ish qildigan odamlar oz emasmish tashkilotlarimizning boya siz degandek ayni vaqtda yaqiningizdan chiqib ona demaganlar. Ona demaydigan deganlar. Mana hozir o'zi yo'q. Mana bugun onasi boyaga o'zi chiqmayotdi.
Yıllardan beri ben Rabia Kadirullah bir qitim görüşüp bakmagan. 2004-yılı kelgenden tatıp görüşüp bakmagan. Nima üçün degan chaqda Dünya Uyghur Qurultayınınki reisi bizning Dünya Uyghur Qurultayının reisi olan adam mustaqillik davası qilmay bir necha yerda xatolashgan yalavatdi gaplarda. Misal Dünya Uyghur Qurultayı tunugin g'ilpol qilib bu Ömer Kanatninki bir video yig'inini ma pidoyilar bilan bo'lgan yig'inini anglab qilib qoldim. Men odatda bek bu Ömer Kanatning gaplariga bek ishinib ketmaganligi uchun odatda normalda Ömer Kanat chiqqan videolarni bek anglabmi ketmayman, chunki odat tunugin birisi xabar qilib shunday voy Ömer Kanat rostga qilibdi oxiri. Nəhayət yaxşı gaplarni qilibdi degandan keyin qiziqdim. Shu anglab baxdim, anlasam biz qachon biz mustaqillik da'vosi qilmaymiz debdik, mustaqillikqa qachon qarshi chiqibdik degan gap bo'ldi. Albatta mustaqillikqa qarshi chiqimiz deyishga bir Uyg'urningki bir insonning bugun bu bir Sharq Turkistonlikning jasorat qilishi bu bir bakla haddidan ishib ketgan bo'ldi. Buningga mustaqillik talab qilmayman deb chiqadigan odam yo'q. Ama mustaqillik talab qilinib yillardan beri Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi qilinib kelayotgan bir vaziyatda Dünya Uyghur Qurultayı Oliy Kengash ochdiq deb xatolashmasam 2006-yili Oliy Kengash deb yig'ib butun dunyoning har qaysi yerlaridan vakillarni aklib avtonomiya talab qilamdik. Kishilik huquqmi yoki bo'lmasa mustaqillikmi deganni xalqning bu vakillarning o'ttirig'i soldi. Bu qayerdan kelgan jasorat? Bu yerda bunday bir oydinlashtirilishi kerak narsa bor. Sharq Turkistonning 3 narsasi bor. Buni savol so'roqqa hatto analiz muhokama qilishga bo'lmaydigan 3 narsasi bor. Birisi Sharq Turkistonning mustaqilligi. Chunki Sharq Turkiston degan bu bo'lib baqqan bir davlat. Biz Xitoydan to'proq talab qilmayapmiz. Biz Xitoydan bir poch talab qilmayapmiz. Biz asli bo'lgan Sharq Turkiston Cumhuriyatidek bir davlatdan Xitoyning shartsiz chekinib chiqib ketishini talab qilyapmiz. Qon to'kmay chiqib ketishini talab qilyapmiz. Endi bu yerda Sharq Turkistonning bo'lgan bir Sharq Turkiston davlatiningki ga akilib endi berib bo'lgan bir avtonomiya ya ataqda so'zda atalmış avtonomiya, avtonom rayon degan bir ataq bor bo'lsa, yana uning ustiga kelib Amerikaning poytaxti Washingtonda ochilgan yig'inda Dünya Uyghur Qurultayiningki akilib Uyg'urlarning Sharq Turkiston Dünya Uyghur Qurultayining vakillariga kelib mustaqillik da'vosi qilamdik yoki avtonomiya da'vosimi, oliy avtonomiyami deydiganni o'ttirg'i qo'yish o'zi bu yerda da'vo qilingan ihanat bo'ldi. Bu qilingan ish o'zi mustaqillik da'vosiga shak bilan qaragan bir ideologiya bor degan gap bu yerda. Mustaqillik da'vosiga ishonch yo'q degan gap. Agar Allohga shukr shu yerda kelgan butun a'zolar, shu yerda kelgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan, shu yerda kelgan Sharq Turkiston qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsinki, ming martaba Alloh rozi bo'lsinki, bu siyosiy qiltaqqa dastimidi shu yerdagi xalqimizningki vatanga bo'lgan sodiqligi. Shu yerda Sharq Turkiston mustaqilligi ne talab qilamiz, uningdan boshqa talab qilinmaydi deyildi. Agar o'ylab beqing, jasorat. Shu yig'inda shu bir necha siyosiy hili nayrangvozning mushu davoni Sharq Turkiston mustaqillik davosini jambiqishning vositasi qilib olgan bir necha siyosiy tijoratchining o'yiniga kelib, agar Sharq Turkistonninki shu Dünya Uyghur Qurultayi a'zolari, shu yerdagi shu qatnashgan a'zolar avtonomiya da'vosi qilishga ma'qul da'vatgan bo'lsa, bu vatanga bo'lgan ihanat bo'lamdi, bo'lmamdi. Albatta bo'ladi. Bu yerda Sharq Turkiston mustaqillik davosini biz xohlamaymiz demidik deyish bilan amaliyotda qilgan ishlarining o'rnigini akasingiz Sharq Turkiston mustaqillik davosiga ihanat bor bu yerda. Ammo ihanatga xalqimiz yo'l qo'ymadi buningga. Men yerda oydinlashtirib olgan narsa. Xalqimizning yana mustaqillik. Chunki
xalqimiz bu yerda 1949-yilgacha Xitoy ishg'ol qilinib kirgichi araliqda 1933da 1944da xalq o'zining irodasini belgilab qo'ygan. Biz mustaqil bo'lamiz deb turib shu mustaqil davlatni qurgan. Unda bo'lganki biz mustaqil bo'lgan shu davlatning ishg'ol qilinganligining davosini qilyapmiz. To'g'ri. Yillardan beri o'tkazilgan xato nima degan vaqtida bizning siyosiy tariximizdagi, yaqin zamon tariximizdagi bizda bor bo'lgan ishg'ol qilingan Sharq Turkiston Jumhuriyatininki Xitoy tarafidan ishg'ol qilinib olganligini tunishtirgan bo'lsak, 30 yil, 40 yilning yog'i. Vatanimiz bugungi holatga qolamdi. Siyosiy xatolik deb buni ataymiz. Xalqimizga ihanat qilishga uringanlar bormi? Bor, ammo xalqimiz yo'l qo'ymadi. Lekin xalqimizga boy degandek davomli uyqu dorisi berilib, davomli biz siyosat qilyapmiz deyish orqali Yevropa Birligi olsun, Amerikaning olsun, u millat vakili, bu millat vakiliga ko'rishgan rasmlarni chiqarib, u millat vakillariga Sharq Turkiston Jumhuriyatidek bor bo'lgan bir davlatning tarixiy ishg'ol qilinganligini hech anglatmay, u Amerikaning, Yevropaning siyosatchilariga amaliyotda Uyg'urlar kelib biz Sharq Turkistonni manda anglatdik, anda anglatdik. Yani siyosiy nayrang'ozlikdan boshqa narsa emas. To'g'ri. Mana mushu xatoliklarni yillarcha biz anglitishga, tushuntirishga, xalqimizga anglitishga tirishib keldik. Ammo yolg'iz qoldik. Yolg'iz qoldirildik. Chunki bu yerda bizning qilayotgan mustaqillik ideologiyasini targ'ib qilishdek bu orzuyimiz, bu nishonimiz oxiri taqilib kimga ziyon ekanligi eng birinchi bo'lib Xitoyning quliqqa qo'shaqmaydigan, Xitoyning eng ashaddiy qarshi chiqadigan ideologiyasi mana shu. Xitoyning eng qo'rqaydigani biz hozirgacha bizningki Xitoy bizni undan biladi. Hozirgacha bizga qilingan ziyon yoki bo'lmasa bizning mustaqillik da'vorimizning hozirgacha ahmoqligi deyman. Nima uchun degan vaqtida agar bu Sharq Turkiston da'vosi mustaqillik da'vosi bilan ma'murlik uchun ahmadi. İnsan haqlari, kishilik huquq, o'z taqdirini o'z belgilash degandek Xitoyning ichki ishlariga aylantirib qo'ygani uchun Xitoy qo'pib qo'rqmasdan bu mening ichki ishlarim, mening ichki ishlarimga aralashma degan narsalar bilan o'zininki xalqaro sahnadagi imtiyozdan foydalanib buni hech qanday rivoj topqizmadi bizning da'vomizni. Endi yillardan beri mustaqillik da'vosi qilgan bo'lsak, yoki bo'lmasa da'vo to'g'ri yo'l bilan haqiqiy Allah rızası uchun, ya'ni bir inson bir ishni qilish uchun vatan Allohning jumlasidandir, hammamiz buni bilamiz. Vatanni Allah rızası uchun vatan da'vosi qilgan bo'lsa, bizning siyosiyonlarimiz, siyosatchilarimiz o'zini Uyg'urlarning diplomatiya da'vogan, o'zi Uyg'urlarning siyosiyini da'vogan insonlar Allah rızası, Allah korkusu bilan, Allah'tan eyminish bilan bu davoni qilgan bo'lsa, rastchillik bilan qilgan bo'lsa, bizning vatanimizdagi bugungi zulm, bugungi qirg'inchilik, bu dafsandichilik bu vaziyatga yetanmadi. 30 yil agar to'g'ri da'vo qilingan bo'lsa. Endi hali hammo bir gap bor, cho'nglarningki, ziyonninki har qanday yeridan qaytish u foydadir deydi. Endi biz haqiqiy xalqimiz uyg'ondi, bo'libmi dunyodagi yoshlarning uyg'onishi bu bir bizningki eng cho'ng g'alabamiz bo'ldi. Endi to'g'ri, har bir millatda ishg'ol qilingan bir millatda qon to'kilish bo'ladi, ezilish bo'ladi. Bu biz chet elga chiqib olib, erkin dunyoga chiqib olib qo'yayotganligimiz emas. Ammo dunyoda qon to'kkan mushunchilik cho'ng qirg'inchiliklarga uchragan boshqa millatlar bormi? Ammo millat ideyasini bir yerga keltirdi ekan. Millat uyg'onadi ekan. Vatanining, o'zining egilik huquqining, vatanining oliy manfaatini o'zining shaxsiy manfaatidan ustun o'ringa qo'ya olgan millatlar hamon ozod bo'ladi. Bu yerdagi eng xatolik yillardan beri bizning ideologiyamizdagi xatolik nima degan vaqtida shaxslarning orqasidan da'vo qilish. Bu yerda eng cho'ng bo'lib kelgan xatolik shaxslarning orqasidan da'vo.
yıllardan beri İsa Yusuf Altekin'in aqısından dava qılındı. Erkin Altekin'in aqısından dava qılındı. Kelip ahırı Rabia Qadir'in aqısından dava qılındı. Dolqun İsa'nın aqısından dava qılındı. Mening bu yerda demoqchi bo'lganim amirga itoatsizlik emas. Lekin so'rashimiz kerakki, bizning liderimiz, insonlarimiz, xalqimiz shuni o'ylash, so'rash kerak o'zidan. O'zining liderim yoki o'zining tashkiliy boshlig'im degan odamdan so'rash kerakki, o'zidan so'rash kerak. Mening liderim, mening tashkilotim nimaning da'vosini qilyotidi deb. Agar u tashkilot o'zining nizomnomasida qilayotgan amaliy faoliyatlarda vatanning oliy manfaatini ustun o'ringa qo'yolmagan bo'lsa, demak bu bizning millatimizning tashkiloti bo'lolmaydi bu. Xalqimiz mushuni tushunib yetyapti hozir. Xalqimiz mushuningdan uyg'onyapti. Yana bir narsa, yillardan beri puxlatilgan, so'skisilingan xalqimizning o'rni hozir peshqadamlarning o'rniga yoshlar chiqyapti. Nima uchun degan chaqda Amerikada, Yevropada, Türkiye olsun, bu yetişiyotgan yoshlarimiz Allohga ming qatliq shukri, uchuq ideya, erkin fikr erkinligi, siyosiy tushuncha erkinligi bilan cho'ng'ayotganligi uchun siyosiy idrok bilan cho'ng'ayotdi. Masalan, Salih Xudoyor inimizga. Bu yerda siyosiy idrok bilan analiz qila olgan odam vatanini uchun to'g'ri yo'lda mang'alaydi. Bir insonning aqsidan siyosat qilish emas, bir ulug' g'oya, vatanning mustaqilligidek bir oliy manfaatning ustidan aqsidan kurash qilgan odam siyosatda xatolashmaydi. Kerak bo'lsa insonlarni tashiyotimiz, kerak bo'lsa tashkilotlarni millatimizningki nazaridan siqib chiqarib o'tishimiz kerak. Agar u tashkilot yo u inson millatimizning, xalqimizning oliy manfaatiga ziyonliq olib kelayotgan bo'lsa, undaq inson, undaq tashkilotlarni biz xalqimiz jazo, chunki bizning hozir bir adolat sistemimiz bo'lmagandan keyin bizning eng qila oladigan cho'ng jazorimiz nima degan vaqtida shundaq insonlarni vatanimizning, davlatimizning, mustaqilligimizning oliy manfaatiga ziyon yetib kelayotgan insonlarga beriladigan eng cho'ng jazorimiz nima degan chaqda jamoatni siqib chiqarish, ularning gap so'zlarini boykot qilish, jamoat orasiga olmaslik. Bular biz qila oladigan jazolar bu. Bizning nemish qo'limizdan keladi deyishimiz xato. Qo'limizdan nurg'un ishlarni keladi. Masalan, Amerikada ba'zi millatlar bor. O'zining qizi yo o'zining bolasi boshqa bir millatga to'y qilib ketgan bo'lsa, shu oilaning ota-onasini o'zining jamoatchiligidan siqib chiqarib o'tadi ekan. Endi bu yerda bir community, bir jamoatdan gap qilyapmiz, ammo biz bir millat, biz bir davlatdan gap qilyapmiz. Millat va davlatdan gap chiqib qoldi. Ma'lum sizning so'rgan savolingizga chatnab ketishni xohlamayman, lekin biz hozirgacha bizning yana bir xatoligimiz nima bo'lsa, biz Sharq Turkistonlik bo'lamidik. Biz Uyg'ur oxiri kelib boyi degandek Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi Uyg'urlarning nazaridan va yo bisim bilan yoki bilib yo bilmay yoki maqsadlik yo maqsadsiz bu da'vo ekilib Uyg'urlarning bir mikro millatchilik, ya'ni kichik millatchilik tek bir oddiy bir inson haqlari da'vosi aylantirildi. Kelindi. Shuning uchun bu yerdagi butun ixtiloflar, boya siz beshida deb o'tib ketgan shaxslar va shaxslar orasidagi ideologiya farqi, bu bo'layotgan namoyishlarga bo'lgan xato tashviqotlar, masalan Mehmet To'xtaninkidek yoki bo'lmasa shu ba'zi insonlarningki ismini atashni xohlamayman. Bu vatqandek insonlarningki bu da'voga bilib bilmay qilayotgan ziyonkashliklari mishadagi Sharq Turkistonlik bo'lmaganlar, Sharq Turkiston mustaqillik, egilik huquqidek bizning oliy da'vorimizningki o'zlarining shaxsiy kishisel, ya'ni o'zining shaxsiy bir ideologiyasi yoki manfaatlari yoki o'zining ko'z qarashidan tuvan ko'rib bilishi vatanning oliy manfaatini. Agar shu insonlar vatanning oliy manfaatini birinchi o'ringa qo'yib,
özünün şəxsi hissiyat fikirlerini ikinci orun koygan bolsa hatalığını tonup yetken buladı. İnşallah bu mezmunda kalыс kaymuqvatkan bu buluvatkan ihtilaplardan özünün nimiş kılarını bilenmey kalgan kıyırındaşlarımızın ki Allah rızası için özüdün ve özünün işini vatkan teşkilatlarının ki nizamnamelerge kılıvatkan yıllardan beri kılıvatkan işlerinin ki emeli baskıçlarına bir karab çıkışını tavsiye kılımen. Hem onun için Salih Xudayar'ın ki yetekçiligi buvatkan namayışlarının halkara alışış ve dünyanın hem yerde buvatkan bu namayışlarının ki faydasını oylaştım burun. Nimiz ziyini var bizden halkımızga dep oylasak faydasını köreleymiz. Ama mağuz ziyankeş kılıç urunuvatkanlarının deginedek bizge hiç kandak faydası olmaydı, ziyini oludu dep ziyinini oylasak faydasını körenmeydi kalan gap. Şunun için nimiz ziyini var desek ziyini yok. Ziyini bulmağa işten elbette faydası var. Faydası hiç bulmağandı degen çağda hazır bütünley başka faydalarını gelecektik faydalarını biz kayırıp koyup duraylı bir yanga Uygur Şarkı Türkistan halkımızın bir maksat, bir niyette Xitayning zulümüge karşı çıkışka dünyanın hem yerlik Uygurumuzun uygutuşuk faydası yetti. Hiç bulmağandı mı bu faydası oldu. Bunun dönemde o yıldırımızın gepirdiğin karaganda o faydası bununla toktaydıgan degen emas. Zada şu kanunu makullatmagıça vazgeçmeydigan oldu. Hazır hem de bir saat tek boptu programımız siz mu çarşap kaldınız. Biraz üstüm çay içelim ama kamera arаңыз mı bize yer baganda oldu. 5 sangıltıp apardı. Bolsun çıngıtırtan. Arlıqta bir naqş koyutaydı. 3-4 minutdan keyin davam qilsak. Maqul bo'ldi. Yarken turpan Ürümçi Gulca Atış Kumu Aksu Altay Korla ve Kuca Ana yurtum sen bu dünyadaki en güzel makan Patmaz bu yaşta çeksiz mihirge tuğan Alnızaktın bu akıldı gülistan harman Yana menge davam kıylan üzülüp kalma Yurtum sana vücudumda çeksiz muhabbet Fahrleniş, asrab suyuş, davam ta abad Dua kılar, acır kılar, döküp dermitler Ana yurtum, öz farzandınma, bozulmaz hakikat Yusuf Mahmud farzandi Tahrim mahkam yodimda Allay Batur Bahtahrim Allah o'tgan o'yiningda Sen joyib tutmishga o'lmassiz deraksiz Yurtum sana vücudumda çeksiz muhabbet Fahrleniş, asrab suyuş,
davamda ebed. Dua kılay, ecir kılay, hünküpten mihnet. Ana yurtum, öz farzandım ben, bozulmaz hakikat. Oğuz royi Sın sunçin bizge Ümmet içeç Ümlü xeyret Bu soğuy bizge Qarindoshlar qo'l bergin duruz hamroh qil kulga tirishayli uyushayli yar bo'lib bir-birimizga Biz tushgan zafar ana yurtimizga javob Tarzani tuzib bizga dast bilan qarab Yurtim sana vücudumda cheksiz muhabbat Faxrlanish asrab suyish davom ta abad Dua qilay ajr qilay to'kib tar mehnat Ana yurtum biz farzandimman uzunmas haqiqat Sana vücudumda cheksiz muhabbat Faxrlanish asrab suyish davom ta abad Dua qilay ajr qilay to'kib tar mehnat Ana yurtum biz farzandimman uzunmas haqiqat Ana yurtum biz farzandimman uzunmas haqiqat uzunmas haqiqat Assalamualaikum. Ümit efendim. Ha, Ha. va ekran yo'qolib ketmaganda? Yo'q, ekran bor. Shu kamera Ha, turib 5 sanga to'xtardi. Shuni bir chingib olamdi kelgan sizni. Chingibqansiz herhalde. Ha, yaxshi qilib qo'ydim ha. Hozir yaxshi ya. Endi mavo namoyish maydoniga qaytib kelsak, Bo'ldi. Rabia onamiz ben başdan ahir ko'rib turdim. Ben şu türmeden chiqib erkin dunyoga chiqqanning yog'i jon dili bilan xalq uchun, millatimiz uchun xizmat qilib, o'zi vatandagi vaqtida qo'lga keltirgan shu qadar narsadan, nurg'un mol mulkidan, hammadan muhimi jon jigar bolalardan, qarindoshlardan ayrilib, hakikaten işinden çıkarıp vatan millet için küreş qilib kelgachga xalqarada tezda tonuldi, xalqaramo e'tirof qildi. Masalan, Amerika prezidenti Bush ishga qatam qabul qildi. Mao BDT'niki bosh katibimi qabul qilgan ahvollar bor. Ya'ni Uyg'ur desa, Uyg'urning lideri desa, Rabia Qadir deydi hozirgacha, garchi o'tgan yili atalmış favqulodda qurultoy degan bir nim echilib 10 necha yil suiqasd qilgan ablahlar bu huquqni julib tortib olgan bo'lsa-mu, ular garchi hozirgacha baysiz degandek nizomnomasiga bir nimasiga biz birdan bir Uyg'urga vakillik qilgan tashkilot deb yozib olib, baga yerda men Uyg'urning yangi lideri deb tashkilot qilayotgan bo'lsa-mu, yana xalqaro Rabia Qadir deb niqotidi. Ammo bu shu hozir Amerikada bo'layotgan namoyishda
bu bichar onamizning tunligimmi yoki bugunmi qilgan nidosini anglab men chidayolmay qoldim masalan. Oldi bilan Rabiya onamizniki shu WhatsAppda avatgan so'zni bir anglayli. Anadigan gapimni davom qilaman. Oldu. Halayık. Erkin ağacı erkin tekes degen ahlaksız, edepsiz. Ettigen bana, ettigen saat 9'da telefon kıttiken. Siz şundaq bir cahillik kılatsız, bunda kılatsız, bunda kılatsız, bunda yazsınız olmaydı, anda yazsınız olmaydı depti. O benim halkım bolğandaki, bana o fikir kısa, ben tüvencilik bilen onun fikrini anlayıp, edep ahlak bilen. Eğer benden ötülgen bolsa bundan dikkat kılay. Hapımmanla, ben aş WhatsApp'a bir narsa yazmaslığım gerek idi. WhatsApp'a aş nama aş buzulmusun dep yazıktım ben. Ben bundan dikkat kılay dep edep ahlak bilen cevap verdim. Avazı kötülük ketken bolsa mı ben gap qilmadim. Nemişka? Menin halkım dep. Bugün o hemmeyege ben Rabia Kadir'ni tılıdım. Ben Rabia Kadir'ni sesli ettim. Ben Rabia Kadir'ni qattiq gap qildim depti o halkım. Bana kim qattiq gap qilsa ben kötürmen. Çünkü lagerini taqasam boludu. Meni Dolqunaysa, Ferhat Yorunqaş, Erkin Acım bu tötü birleşip, muşunda qıltaq düşürüp, bir yerde ettigende o vaqirab gap qilib, gapning ovozini ilib, uni dunyoga qo'yib etgan bo'lsa, men Erkin Acımning ustidan xalqaro sudga chiqaman, Kanada sudiga chiqaman. Erkin Acımning meni tillaydigan hech qanday Uyg'urning haqqi yo'q. Fikir qilsa men uni anglayman, men ulardek edepsiz, axloqsiz emas. Men bundakin diqqat qilay deyman, ona bo'lgandikin. Menda bo'lsimi, bo'lmasimi bolalarim bilan urushib yurmay dedim. Xalq mushuni chiqib ko'ch-ko'chiga meni mush to'rti mushundaq sazoy qilib, mana qilgan mush ishni Xitoy bilan urushsa bo'lmamdi. Namoyishga qaratgan mush hujumini Xitoyga qarasa bo'lmamdi. Xalq mening sizlarga mush murojatim bor. Erkin tekes. Sen beni sazay kıldın dep oylapsın. Ben sazay olmadım. Sen Mehmet Tohti, Dünya Uygur Kurtuy'daki Ferhat Yorunqaş, bularmış namayışını taktiş için bütün hareketki ötüp aşınak neresi yazganlık için ben bir karşı fikir yazdım. Ben işimi kılmadım. Bir yaşlar çıksın dedim. Bir yaşlar beşini kötersin dedim. Muşunun için bir ay oldu meni bilen ilişivat sizler. Nemi kıldım sizlerge? Bu yaşlar nemi kıldı sizlerge? Muşların koldan kelgenini kılıvatıdı o. Hazırmış attapta Vietnamlık bilen namayış kılıvatıdı. Ama işkanda işlevatı ben. Ben hazır işkanda yazıdığanı gezip bir münç iş kılmıştım. Bir münç işimde bir kadar kıvattılar beni yazıdığan, ivatıdığan nersemle koyup sizlerge cevap verdim. Nemiş ki benim vaktimi ısrap kıl sizler. Kaçan gıcı Dolqunaysa, qaçangacha birimizning beshini birimizga soqashtirib, birimizning beshimizni birimizga soqashtirib tomosha ko'rib o'ynaysa, fuka. Balimiz, unda qilma. Mana 13 yil saldim odamlarni. 10 ming parchalab narsa yozdim ustimda. To'xta, dunyo urqotini olaman dedim, berdim. Yana nima olasan mendan dedim. Mening o'sha jinimni qilib qoldi hozir. Men kichkina xalqim uchun bir ish qilay dedim. Yana nima deysizlar mendan, nima so'raysizlar sizlar? Oliy rahbarligim nima menga kerak desam, men yaqinda beray sana. Men dedim, nima so'raysizlar? Erkin Acı, Mehmet Tohti, ha? Ferhat Yorunqaş, sizlar nima so'raysizlar mendan? Ey Dolqunaysa. Nima so'raysizlar? Mendan nima kerak sizlarga? Şunç xalqda yuşurup, şunç tirishib baktım. İttifaqlaşaylı, ittifaqlaşıp bakay, ittifaqlaştıray deb. Ahir niqabımni açdinglar, meni söylep chiqdinglar. Muşu kerakmi sizlarga? Ahir mushunda qilmoqchimidinglar? Xitoyning oldida mushunda tomoshani qo'ymoqchimidinglar? Ha? Meni mush da'vodan to'xtatmoqchimidinglar? Mushu kerakmi sizlarga? Kerak narsalarni mana bugun ber. Meni ochiqmoqchidinglar so'rab yaqindan. Ochiqdinglar. Mana bu barlığını öz milletiga atagan hem her xil hiyli mikirler, suiqasdlar tüpayli
millatning lideri atılib turib, huquqi tartib elingan bir 70 yoshdan oshgan onaning nidosi. O'tgan yil ko'rib turdikki, bu Xudibaya Rabia ana degandek 10 necha yil hiyla-mikr qilib, suiqasd qilib, 10 necha ming parcha narsa yozg'izib ustidan o'zaro ziddiyat qilib, har xil suiqasdlar bilan oxiri bu huquqni julib oldi, shu bir necha suiqasdchi. Hozir endi nemishqa bu Rabia xonimga qaytadan hujum qo'zg'ab, uni tinammas holatga keltirib qo'yatdi deganda birdan bir sabab mushu yoshlarning qo'llig'ini shu maydonga berib, shular bilan birga turayotganligi bo'yotdi. Bu insonlik qabul qilolmaydigan bir ish. Bayna chiqatim dedik, ularning yoshlarning qilayotgani foydali ish, vatan millat uchun jon ko'ydirib qilayotgan ish deb. Bular nimadan qo'rqyotdi? Asta-asta ba'zi abdi basharlar oshkorlanyotdi. Shuningdan qo'rqdi. Avo ayliqi qo'yning go'shini, qo'yning beshini esib qo'yib, ishning go'shini sotgan bir tijoratidan ayrilib qolishdan, ya'ni avo pul og'ayaga berib, men inson haqlari deyman, mustaqillik talab qilmayman deb turib, ma xalqimizga pichirlab, asli mening deydiganim mustaqillikdi. Mushu nayranglarning ichilib ketishidan, xalq oldida rasvo bo'lishidan qo'rqib, Rabia xonimniki u yerda yoshlarning oldida ularni qo'llab-quvvatlab, ba'zi qilgan gapsizdan rahatsiz bo'lib, mo'mayga razillik tilini, qo'lini uzartyotdi. Endi o'sha namoyishda bu atrofda bo'lganlarni egallashimcha, bu Rabia onamizning yuqori qon bisimi bor ekan. Shu hozir bo'lgan mushu hujumlar tufaylidan necha qatim yondirib o'tibdi, o'shidan ketgan ahvollar bor ekan. Bu masalan bu lider bu manga taqshudi bir ishlarda deb o'ylamasizmi, biz Uyg'urlarda bir ana 70 yoshdan oshgan onani hurmatlaydigan, izzatlaydigan an'anamiz bor. Bular onani 70 yoshdan oshgan onani o'ttirib, ajalsiz o'ttirib, anandaki uf deydigan o'xshaydi. Chunki hozir xalqning oldida sirlar ichilib, bular razillashishga boshlanyapti. Mushuningda qo'rqib bular o'ttiranmay qolyapti. Biz o'tgan yili shu atalmış favqulodda qurultay deganni ichib, Rabia xonimni shu yog'on va'dalarni berib, oyda $2000 pul beradigan, ishxonasini haqini ko'tarib beradigan, mushta quruq va'dalar bilan yo'lga qo'yib qo'ygandan biz qarab turgandik. Endi mushu yana biz e'tirof qiladigan millatning lideri bo'lgan onamizga mushta zaharlik tillarini qo'llarini uzatgan holatda biz yana qarab turishimiz kerakmi, qanday Umid apandim? Endi bu nihoyat yaxshi bir mazmunni o'tirib qo'ydingiz. Bayim men deb o'tib ketgandek, yillarcha shaxsan menmi Rabia Qodir xonim afandininki ippagan siyosatlariga qarshi chiqqan. Endi buningdan o'zi bilan maqatim yig'in namoyishga borgan vaqtida ko'rishdim. Endi o'zim nihoyat pushmankan, yillarcha men qo'ynimda ilon beqib yuribdimankanman degan gapni qildi. Nihoyat qisqa bir suhbat o'tkazish fursatimiz bo'ldi. Bizmi shu o'ydidik. Endi bu yillarcha atrofida nurg'un chayon jilallar batdi endi Rabia xonimniki. Endi bu yerda masalani Jasorat apandim bu mandaq tarafdan tushunib yiqishimiz kerak-ku. Bu yerda analarga bo'lgan hurmat, cho'nglarga bo'lgan hurmat albatta bu bizning millatimizdan kelgan bir urf-odat. Endi fikr qilish erkinligi deymiz. Bu yerda fikr qilish erkinligimizmi bo'lishi kerak. Lekin fikr qilish bilan haqoratning o'ttirsidagi farqni bilishimiz kerak-ku. Endi mazmunni men mushu o'xshash savolga mazmunni boshqa bir ko'znakdan, boshqa bir rasmdan qarab yiqishinglarni umid qilma va xalqimizningmi. Biz mushu oxirgi 30 yillik Sharq Turkiston davosiga qarab baqsaq, 30 yillik emas, ta mushu 40-50 yillik da'voga qarab baqsaq, Sharq Turkiston mustaqillik davosining ichida hech bir yo'qimay davomli mushu bir amallarni qilib, mushu tashkilotlarning ichida
siqinib kirinib shoxdan shoqqa qo'nib жүрген insonlar bor. Endi bu gapni men nega yapmoqchi degan chaqda bizning Uyg'urlar bir analiz qilgan vaqtimizda, siyosatchilarimizni analiz qilgan vaqtida bu tashkilotning ismi bilanla shu ishlayotgan tashkilotga qarabla va bu inqilobchi o'xshaydi, rost bir vatanparvar o'xshaydi deydigan bir ong tashkillangan. Shu kim jiqroq vaqirsa, kim jiqroq shu o'zini maqtasa, bir mezgil tam o'sha yaqingacha shundaq bir iqim fuqum paydo bo'lib qolgan, voy mushu rost siyosatchi o'xshaydi, rost vatanparvar o'xshaydi deb. Ammo biz analiz qilishda ba'zida xatolash qilishimizdanmi shunda xato narsalar o'tirib kelib chiqadi. Ba'zi insonlar bor, albatta hammamiz bilgandek Xitoyga bevosita ishlaydigan insonlarning bo'lishi u yo'q emas, u bor. Ammo bizning ishimizda o'zi Uyg'ur, Xitoyga ishlamaydigan vatanparvar, ammo vatanparvarlikdan o'zining ishlayotgan organlarining manfaatini bizning vatanning manfaatidan o'zi ishlayotgan ma'lum bir yerlarning manfaatini ustun ko'radigan, ya ma'lum bir davlatlarningki manfaatini ustun ko'radigan insonlar bor. Buni bir o'ylab chiqishimiz kerak. Misol, o'sha yaqinqi zamon tariximizda boya deb o'tganimizdek bir tashkilotdan yana bir tashkilotga, u kuchlik bir tashkilotdan yana bir maoshi yaxshiroq bir Uyg'urlarning ishini qildigan bir yerga, u yerdan qo'pib yana bir yerga to'xtamay o'sha tashkilot almashtirib, yoki bo'lmasa qayerda Sharq Turkiston da'vosi, Sharq Turkiston degan ism shu qaysi davlatda texmo shu davlatning manfaatiga texmo mos kelib, shu yerda Sharq Turkiston masalasi azroq o'ttirg'i chiqishga boshlagan amon shu davlatlarga yetkazib turib Sharq Turkiston bu da'vosidek bu ulug' bir da'voni jambeqishning yo'li qilib olgan insonlar bor. Endi bu insonlarni o'zining irodasi bilan qilamdi deganda albatta ba'zilar haqiqatan shu iqtisodiy o'zining shu da'vo yo'lini jambeqishning yo'li qilib olganlar bor. Chunki ba'zi insonlar bormish Amerikadami. Endi bizim Amerikaga kelgan chog'da qiynaldik, jafo tortdik, til o'rgandik. Yillarimiz ketdi, shu oshxonalarda ishladik, tomoq to'shidik, qilmagan ishimiz qolmadi. Endi nimani o'rgandik bu yerda degan vaqtida biz o'zimizning putida tirab taloqqa chiqsak, eng bu manchaqda birisining yukini to'shib berib yoki bo'lmasa bir oshxonaga kirib ishlab bo'lsinmi, jinimizni beqishni o'rgandik. Ya'ni o'zimizning putida tura oladigan o'rgandik. Endi Alloh umrimizni bersa oshqolmaslikni o'rgandik. Ammo ba'zi insonlar bor, biz Uyg'ur xalqimiz shuni analiz qilish kerakki, bu Sharq Turkiston degan ismni yoki bo'lmasa inson haqlari, kishilik huquq degan narsalarni Uyg'ur degan ismdan ayrilib qolsa jinni voqamaydigan bir insonlar bor. Tayyor tamoqlar borda. Chunki yillarcha mushu yo'ldan non tepib yeb kelayotganlar bor. Qayerda azroq jiqroq manfaat bo'lsa shu yerga yetkilib, qaysi davlatda bizning Uyg'ur masalasi jiqroq bir qo'llab-quvvatlashga urinsa shu yerga yetkilib, shoxdan shoqqa qo'nib jambiqib kelayotgan insonlar bor. Endi shu insonlar yana izzat atmay, aymanmay men vatan uchun xizmat qilyapman deydi. Ammo opirib akilib qilayotgan ishing nima desa o'zi men inson haqlari, kishilik huquq da'vosi qilmasam Amerikaliklar mening gapimni anglamaydi ekan deydi. Endi bu insonlarning ichida mendaq bir turkum insonlar bor. Biz buni nihoyatda analiz qilgan vaqtida to'g'ri analiz qilishimiz kerak. Ayni vaqtda Sovetlar Ittifoqi Xitoy bu kommunist bo'lgandan keyin Sovetlar Ittifoqi nurg'un kommunist ideologiyasini dunyoning hamma yeriga yeyishga uringan vaqtida, hatto Turkiyalarda shu kommunizm ideyasi yeyilishga urinildi, Afg'onistonda, hatto shu Janubiy Amerikaning ba'zi davlatlarida nurg'un davlatlarga Amerika yoki ba'zi boshqa davlatlar o'sha Sovetlar Ittifoqiga
qarshi ideologiya kurashi, ideologiya urushi uchun odam tarbiyalashga nurg'un mablag'larni soldi, buni hammamiz bilamiz. Hamda shu inson, ba'zi insonlar va kichigidan tortib Amerika tarafidan yetishtirilgan. Amerika masalan ta yaqinqi zamonlargacha buni e'tirof qilmasak bo'lmaydi, Turkiya davlati Amerikaningki so'zda Turkiya Cumhuriyeti bo'lgan bilan tam o'sha 15 yilning 20 yilning oldigacha, 15 yilning oldigacha Turkiya bir Amerikaning bir viloyatidek bir davlatdi. Yani Amerika nima desa shuni qiladigan, askariy jihatda butunlay Amerikaga bog'liq, Isroil bilan Amerikaning sizig'idan chiqa olmaydigan bir davlatdi. Hem shu vaqtlarda Turkiyadami bizning Uyg'ur yoshlaridan Amerika maxsus tarbiyalab, Amerika manfaatiga xizmat qildiradigan, albatta bundaq insonlarningki talantsiz, bir qarqusaq bir yerdan hech nima bilmaydigan insonlarni tanlamdi deganda, azroq og'zida gapi va azroq xalqni ig'zoki o'zininki gaplari bilan jalb qila oladigan, bir tashkillash qobiliyatiga ega insonlarni tarbiyalaydi bundaq davlatlar. Hamda bu yerda Amerika manfaati uchun kichigidan tarbiyalangan insonlarmi bor. Buni biz ismini atab yurishimizning hojati yo'q. Bu insonlar nima ish qiladi degan vaqtida, bu insonlar Amerikaning deginidan, sizig'idan chiqolmaydi bu insonlar. Hamda bu yerda masalalarni mushtaq analiz qilmasak, to'g'ri tarafidan analiz qilmasak nima bo'lamiz degan vaqtida bu insonlar nima uchun bu da'voga bunchalik osiylik qiladi, xiyonat qiladi, ammo to'xtamay bu da'voning ichidan davomli mushu yuzlarni ko'rib yurimiz bu da'voning ichida deydigan savol chiqadi-ku. Mushu davomli, mushu oxirgi 20-30 yilning ichida to'xtamay mushu Sharq Turkiston da'vosining ichida yuzini ko'rib yurib biz tashkilotlarning u tashkilotdan bu tashkilot shaqdan shaqqa qo'nib yurgan, ammo vatan uchun qo'lida tutib bir vatan mustaqillik uchun nima ish qilding desa, qo'lida tutqidek hech nimasi yo'q, ammo mushu da'vodan jon beqib kelayotgan insonlarni o'ylab bundaq analiz qilib baqsak, bundaq insonlarning ba'zilarini Amerika maxsus yetishtirgan. Bu insonlarni Turkiyadan tanlagan, Afg'onistondan tanlagan, hatto bizning vatandan tanlagan yoki O'rta Osiyodagi Uyg'urlardan tanlagan bunda Uyg'urlar bor. Bu Uyg'urlarning vazifasi nima degan narsa bor. Bu Uyg'urlarning tizgini, bundaq Uyg'urlarning tizgini Amerika milliy istixborotining qo'l ostida. Hamda bu insonlar kichigidan ideologiya olarak bu Amerika tarbiyalagan insonlar bo'lganligi uchun bu insonlar vaqtdan kelsa bir narsaning naq nuqtai nazari kelgan vaqtida Sharq Turkiston manfaatini qayrib o'talaydi. Amerika manfaatiga ziyon keladigan ish bo'lsa, Sharq Turkiston manfaatini qo'li bilan ishtirib o'talaydigan insonlar. Chunki shundoq yetildigan va shundoq qilishga majbur bo'lib bo'lgan insonlar. Bu undaq qilolmaydi, amal yo'q. Bu bir turkum Uyg'urlarning orasidagi bir turkum siyosiy sahnaning ichidagi insonlar. Endi yana bir turkum insonlar var, bilishinglar mumkin. Vatanda tam 1980-yillardan keyin Amerikaningki missioner tashkilotlari, ya'ni din tarqatquchi tashkilotlari Angliyaning, Amerikaningki xristian diniga, baptiz diniga, bu dinga taqatquchilar, ya'ni missionerlar deb qo'yamiz. Bu missionerlar, din taqatquchilari bizning vatanga boshlagan. Buni undan burun bo'lishi mumkin, ammo bizning biladiganimiz 1980-yillardan keyin bo'lib Xitoy ishigini tashqi ichib boshlagandan keyin boshlagan narsa bu. Bu albatta yolg'iz bizning vatanning vaziyatini egallash vazifasida avatilgan insonlar emas. Bu yerda Uyg'ur xalqining ichidanmi Amerikaga sodiq va diniy jihatda va Amerikaningki siyosatiga to'liq ishonadigan sodiq Uyg'urlarni yetishtirib chiqish uchun oldidan bu ilohiy bir ishonchga, ilohiy bir cho'qinishga ega qilish uchun Uyg'urlarni kichigidan tortib 7-8-sinflardan 9-sinflardan tortib tanlab, nihoyatda aqlli, ziyrak, yosh, kallasi o'tkir bolalarni tarbiyalab Amerikaga kelib, Amerikada maxsus o'qitib, bularni
kerak bo'lgan vaqtida shunda eng yuqori saviyalarda o'qitgan bu insonlarni. O'qitib, Amerikaningki manfaat uchun Uyg'urlarning siyosatining ichiga, ya'ni Sharqi Turkiston da'vosiningki bir yerlarga tiqib, kerak bo'lgan vaqtida Sharqi Turkiston da'vosini, ya'ni Sharqi Turkiston masalasini kerak bo'lgan chaqda Amerikaning manfaatiga foydali holda yuzlantirish uchun xizmat qildiganga yetishtirgan odamlar bor. Endi bu nima uchun bunchalik mablag', bunchalik fidokorlikni ko'rsatdi Amerika degan vaqtida savol menga keldi. Bizda yillardan beri Amerika voy bizni ozod qilib qo'yamdiki, Turkiya bizga yordam qildigan bo'ldi. Amerika voy Xitoy bilan munosabati buzildiki, yaqinda urush bo'ldiki, voy nurg'un bundaq gaplarni anglab tamamını biz boshqalardan kutib keldigan bir holatni yetishtirdi bizningki siyosatchilarimizningki hamda xato yo'l boshchiligida. Va bizningki ziyolilarimiz degan bizning ziyolilarimizningki millatimizga haqiqiy foydali ishlarni qilib bermayotganligidan, haqiqiy xalqimizni to'g'ri yo'linishga mang'uzolmaganligidan xalqimiz gangrash ichida umidni, arzuni Amerikadan, Yevropa Birligidan, Xitoyning dushmanlaridan izlashga boshladi. Lekin hammamiz bilamiz, har bir davlatning o'zining manfaati o'zi uchun muhim. Hech qanday bir davlat Uyg'urlar ezilib ketib beribdi, ashada bir musulmon xalqatiga ezilib ketib beribdi, yoki Uyg'urlarni dafsandiq ketib beribdi deb inson haqlari dafsandi bo'lib o'tibdi deb urush qilib bizni ozod qilib qo'ymaydi. Agar inson haqlari, kishilik huquq, insonlarning qadr-qimmati degan narsalar rost bo'lgan bo'lsa, shu demokratiya, inson haqlari degan narsalar rost bo'lgan bo'lsa, bugungi Suriyaning ahvoli, bugungi Libiyaning ahvoli, bugungi Iroq, Afg'onistonning ahvoli bu bo'lmagan bo'ladi. U yerda eqilayotgan qon, u yerda to'kilayotgan, o'layotgan insonlarningki ahvoli bu holatda bo'lmaydi. Bu yerda bir narsani oydin qilishimiz kerakki, inson haqlari, kishilik huquq, demokratiya degan narsalar shu davlatlarning, kuchli davlatlarning o'zining manfaatiga kelgan vaqtida, manfaatiga uyg'un kelgan vaqtida ko'tarib chiqadigan bir masala. Shuning o'xshashla bizning Sharqi Turkiston mustaqillik masalamizmi naq mana shu masalalardan birisi. Agar kashki deb tarixdan xatoliklarımızdan örnek ip durup aldığı qarab menişimiz kerak deyman. Tarixdan bu yan xatolashgan narsalarimiz nima desa, biz umidni boshqalarga bog'lab, shu bizning oxirgi Sharqi Turkiston Cumhuriyatimizmi umidni butunlay Sovet ittifoqiga bog'lab qo'yganligidan bo'ldi. Mana hali hamma nima bo'lyapti desa, Amerika undaq qilib beramdiki, bizga Amerika bundaq qilib beramdiki. Endi Amerika bizning nima uchun yaxshi ko'rdi? Bizga bizning o'tkaz qo'yganimiz bormi Amerikaga yoki Turkiyaga yo Yevropa Birligiga o'tkaz qo'yganimiz yo'q. Ammo dushmanining dushmani biz. Ya'ni Amerikaning bo'lsin, Yevropa Birligi qaysi davlatningki Xitoy bilan manfaatlari to'qinishgan davlatlarningki do'sti biz bo'lamiz, dushmani Xitoy bo'lganligi uchun. Shuning uchun bizni bular yaxshi ko'rdi. Endi mana shu inson haqlari, kishilik huquq, demokratiya demasak, Amerika bizni qo'llamaydi-ku, bizga o'shib qoldi-ku degan bu safsatiga men butunlay qarshi. Chunki Amerikaning shu Solih Xudoyor inimizningki shu tashviqsi, shu namoyishlarni o'rinlashtirishdan keyin Solih Xudoyor inimizga ba'zi millat vakillari, Amerikaningki senatorlarininki, kongressmenlarining, ya'ni parlament a'zolarininki bergan takliflariga asosan bu yerda berilgan taklif nima deganda, hammanglar o'zinglar yashayotgan yerlardagi butun Uyg'urlar o'zinglar yashayotgan shtatlardagi millat vakillarini izlab, o'zinglarningki dard alamlaringlarni, shu ishg'oliyatda tortayotgan zulmlaringlarni anglatinglar, nima orzuyinglar bo'lsa shuni anglatinglar deganlik uchun bizmi o'zimizning yashayotgan Texas shtatininki senatorlari bilan ko'rishdik. Shu ko'rishgan vaqtida menga nihoyat ta'sir qilgan bir narsa, shu Texas shtatininki millat vakili, senatori, men shu 10 yilning yog'i aktiv siyosatning ichida, ammo Sharqi Turkiston degan bir davlatninki
Şinjan degan bir rayonning borlig'ini bilaman. U yerdagi masalalardan az to'la xabarim bor, ammo shu Şinjan atalgan davlatning Sharqi Turkiston ekanligini va ishg'ol qilingan bir yer ekanligini men bilmaydi ekanman degan dedi. Ham bu yerdagi masala nima desa, shu yillardan beri qilinayotgan siyosatimiz agar Sharqi Turkistonning ishg'ol qilinganligini avlatish siyosati bo'lgan bo'lsa, Sharqi Turkistonning bu inson haqlari masalasi kishilik huquq masalasidek Jungoning Xitoyning ichki ishlar masalasi emas, bu bir mustamlika ishg'oliyatdan qutulish tek egilik huquq masalasi ekanligini tunishtirgan bo'lsak, xalqimiz bugünkidek qaymoqishlik qilmaydi, xalqimiz bugünkidek qirilishga maruz qalmagan bo'ladi deb qaragan. Endi boyaqi savolninki bog'lanishi kelsak bu yerda nima uchun endi qo'pib o'zimizning mushundaq yashangan bir Rabia Qadirdek bir ana o'rnimizdagi bir ayolga nima uchun bunda behurmatlik qilamiz degan vaqtida boya men deb o'tib ketgan Amerika bu yerda yolg'iz Xitoy taraf albatta Xitoyning sog'an mablag'i bu cheksiz bu Sharqi Turkiston mustaqillik davosini cho'ktirish, Sharqi Turkiston mustaqillik ideologiyasini Uyg'urlarning mingiston yuvish uchun qashlayotgan mablag'ining soni yo'q. Buni hammamiz bilamiz. Bu yerda bu turdagi xoinlarni so'zlab o'tirishning o'rni yo'q. Bularning ziyonkashligini so'zlab o'tirishning o'rni yo'q. Ammo Xitoy bilan beg'i yo'q. Asli Uyg'urning manfaatini o'ylaydigan, Uyg'urningki haq huquqini o'ylaydigan ba'zi insonlar borki, lekin na afsus bular Amerikaga ya ma'lum Yevropa davlatlariga yoki Turkiyaga bevosita bog'lanib shu davlatlarning manfaatiga, shu davlatlarningki milliy istixbarotining yetakchiligida shundoq tarbiyalanib cho'ng bo'lganligi uchun ularning manfaatiga xilof ishni qilolmaydigan Uyg'urlar bor. Endi bu Uyg'urlar mushundaq bir turkum Uyg'urlar o'zlari yashayotgan, masalan, men boshqa davlatlarni misol olamayman, Amerikanikini dey. Amerika davlati maxsus bu insonlarni Uyg'urlarning eng kritik, ya'ni kritik deganimiz eng muhim, jiddiy yerlarga shu insonlarni o'rinlashtirdi. Buningda bizning amolimizmi yo'q Uyg'urlarniki? Chunki Amerika shu tashkilotlarga, shu Amerika mayli NAD bo'lsin, mayli qayerdan bo'lsin bu pul berilayotgan ya Amerika hukumati, Amerika parlamentosi qo'llab buni tasdiqlamasa bu pul berilmaydi. Masalan, radio Uyg'ur bo'limininki bu Uyg'ur radiosi davolida ko'p vaqtlarda Uyg'ur radiosi degan narsa yo'q. Erkin Asiya radiosining Uyg'ur bo'limi bu bir bo'lim yerda maxsus Uyg'urlar qurilgan bir radio yo'q. Shu Uyg'ur bo'limimi Amerika parlamentosining puli bilan, Amerika hukumatining puli bilan putrab xizmat qilib ketib qolgan bir yer. Ham mushundaq kritik o'rinlarga, masalan, shu Uyg'ur inson haqlari, kishilik huquq tashkilotlari deymiz, mushundaq o'rinlarning boshlariga, shundaq yerlarga Amerika hukumati butunlay Uyg'urning manfaati uchun xizmat qilganlarni akagizmaydi. Chunki bundaq o'rinlarda Amerikaning manfaatini birinchi o'ringa qo'yilgan Uyg'urlar kelishi kerak. Hamda necha vaqtning yog'i bo'layotgan narsa ba'zi to'rbatlarda siyosiy monopollik bo'lindi, bu yerda Xitoyning qo'li bor deyildi, ammo Xitoyning qo'li bor deyildi, lekin Amerikaningkimi qo'li borligini bu yerda hech kim e'tirof qilmadi. Ammo garchi ba'zi Amerikaning qo'li bilan Uyg'urning siyosatini monopol qilishga, Uyg'urlarning siyosatini o'zi xohlagan tarafga burmilab mang'izishga urinayotgan, Amerika uchun xizmat qiladigan Uyg'urlarni xatolashib bizning Uyg'urlar Xitoy uchun ish qilyapti dedi. Lekin Xitoy uchun ish qilmaydi, bunday qilmaydigan insonlarmi bor. Lekin maqsad bu yerdagi ip kelilayotgan ziyonga kelsak, o'xshash bir ziyonni ip keladi. Mayli Xitoyga ishilsin, mayli Amerikaga ishilsin. Endi bundaq insonlarimizning Amerika hukumatining ichida Amerika yetishtirgan mushta insonlarimizning bo'lishi biz uchun xatomi deganda bo'lish kerak. Amerikaning ichidami mushta insonlarimizning bo'lish kerak. Lekin xalqimiz uyg'oq turishi kerak. Xalqimiz uyumga tammasligi kerak. Har qanday bir ishg'oliyatdan qutulaman degan millatning xalqi uyg'oq bo'ladi ekan,
mayli har qanday kuchli davlatniki uni u da'voning ichida qo'li bo'lsin yoki cho'moqchilari bo'lsin, xalq uyg'oq bo'ladi ekan bu da'voning yuzlanishini xato tarafga yo'zlantirib ketolmaydi. Endi bizning eng cho'ng xatoligimiz nima bo'lgan deganda, boyi yana deb o'tib Sharq Turkiston mustaqillik davosini o'zining shaxsiyatidan ustun, dunyodagi hamma narsadan muqaddas, bir Alloh, ikkinchi vatanining oliy manfaatini eng muqaddas o'ringa qo'yamaganligimizdan, xatoligimizdan insonlarning oqisidan ketib qolish, davoning oqisidan emas, insonlarning oqisidan ketib qolish bo'lganligi uchun mana bugun bu ba'zi insonlar xatolashib ayni vaqtda Rabia ana demeding deb mushatadiganlar Rabia Qodirning yanida yo'q. Rabia Qodirni yangul tashlab qo'ygan yoki bo'lmasa yuz o'rib biroqla yuzsizlik qilish masalalari mana shu yerdan kelib chiqyotdi. Nima uchun degan chaqda o'z manfaatini vatan manfaatidan ustun ko'rib olganlar. Endi bu yerda xalqimga shuni murojaat qilamanki, mening bo'lib bu Uyg'ur yoshlarga va uyg'unayotgan haqiqiy haq yo'lni tanlab va solih Xudoyorga o'xshash inlarimizdek dunyoda uyg'unayotgan yosh qarindoshlarimizga o't yurak va Sharq Turkistonliklarga men bundan keyin Uyg'urlarga deyishni azaytaman. Chunki Sharq Turkistonliklarga deyishimiz kerak. Chunki bu davlat, bu Sharq Turkiston davlati yalnız Uyg'urning davlati emas. Bu yerda bizning qozoq qarindoshlarimiz bor, qirg'iz bor, o'zbek bor, tatar bor, hatto mo'ng'ul bor, dog'urlar bor. Şiveler var. Endi bularni biz Uyg'ur millatchiligi qilsak, nima bo'lamiz desak, Xitoyning naq tutgan yerdan chiqib beramiz. Shuning uchun men davomli Sharq Turkistonliklar deyishga, biz Sharq Turk, hatto inglizcha o'sha Amerikaning millat vakillariga u xat yozgan vaqtida men East Turkistanian deb yozdim, Sharq Turkistonliklar deb turib yozdim. Chunki Uyg'ur deyish hissiyati jihatdan bizga nihoyatda xush anglangan, nihoyatda bir güzel anlanan bir narsa bo'lsa-mu, bu ta vatan mustaqilligini og'irchi orliqda biz Sharq Turkistonlik deyishni odat qilsak, biz uchun foydali bo'ladi. Shuning uchun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimga deydiganim shuki, uyg'oq bo'laylik. O'zimizning atrofidagi yillarcha men siyosat qilyapman, yillarcha bu siyosatning ichida deb to'xtamay, u yatlab olgan gapni 20 yilning yatlab berayotgan insonlarni so'roq qilishga boshlaydi. Bu qayerdan qanday qilib bu siyosatning ichiga kirdi, bu kim uchun ishlayapti? Bu yerda mundaq bir narsa bor. Sharq Turkistonning mustaqilligini o'zining nishoni qilamagan bir inson Uyg'ur siyosatiga vakolat qilolmaydi. Sharq Turkiston mustaqilligini o'zining nishoni, nizomnomasi qilamagan bir tashkilot Sharq Turkiston xalqiga vakolatlik qilolmaydi. Mana mushu oydan bo'ladi ekan, xalqimiz hech qanday bilinayranning oqsiga ketmaydi. Mana bugungi bo'layotgan o'ttirishlardagi ixtiloflar mushuning oydan yanada oydan bo'lmaganligidan deb qarayman. Ham bu yerdagi bir kuchsizlik, bu bo'layotgan ishlar hamma nima desa, mushu solih Xudoyorni qo'llaganligi uchun Rabia Qodirga bo'lgan hujumlar, yoki bo'lmasa solih Xudoyorning namoyishini xunuklaştirishga urinishlar. Nima uchun degan chaqda, bu mustaqillik ideyasi hozir g'olib o'ringa keldi. Bunga Xitoy turamay qilyapti bunga. To'g'ri. Asli shu. Menimcha shu hamda hozir xalqimiz ahni ayırıb oldu. Bo'libmi shu ijtimoiy aloqa to'rlariniki taraqqiyoti buningga ko'p to'pisi oldu. Xalqimiz yani şu hazırda ekranlarga chiqib fikir almashtira oladigan, erkin so'zlay oladigan, bo'layotgan ishlarni hamma odamga bildira oladigan holatga kelgachga xalqimiz oqqirni farq etdi. Mustaqillikning birdan-bir to'g'ri yo'l ekanligini aniq bilib oldi. Buningdan siz boy deganda Xitoy rahatsizlanyapti, ammo bu qo'yning beshini esib qo'yib, ishning gücünü setayotganlar o'tiramay qoldi. Shu tamoq qachondan aylab qolamanmikin deb shunga hozir har vaqtda ben bizning birdan-bir deydigan gaplarni dadil deyolmaydigan holatga keldi. İnşallah bu yo'lnish izchillashsa, izchil davom qilsa, mustaqillik yo'lnishi ya'ni. Hozir boy degandek mustaqillik deydigan bir surgundagi hukumat bor. Patarda inshaalloh yana bir mustaqillikni nizomnoma qilgan cho'ng bir tashkilot quriladi.
xalqimizmi shu mustaqillik yo'lida izchil mangdi deb o'ylayman. Ham uzunga qolmay inshaalloh shu qo'ldan ketkizib qo'ygan jumhuriyatimizni, vatanimizni qo'lga olamiz. Biz insondek hur, erkin yashaymiz. Endi shu chaqda inson haqlari, hurlik, diniy erkinlik hamma nima bo'ladi. O'zining davlati bo'lsa hamma nima bo'ladi. Ammo hozirgi holatda Robiya anaga iblislarniki qaytadan hujum qilib, mushundaq besimlar orqali balduroq o'tirutay deydigan niyatga kelganini ko'rib turamiz. Qarindoshlar, mening xalqimga deydiganim hoşyar bo'layli. Bu qatim yana ishimni ko'maganda qarab o'tmayli, onamizni qo'g'dayli. Uningga igi chiqayli. Chunki onamiz siz va men hammamiz uchun barlig'idan ayrildi, hamma nimasini fido qildi. Mana bundaq inson aramizda yana chiqishini atayin. Shunga onamizning umri uzun bo'lsin, uning salomatligini bersin. Hammamiz onamizni ko'z qarchig'imizni ayg'andek ayayli. Endi arlıqda bu jambaqarlarning endi hozirgi NID'dan maaş elib, taqma-taq bağma-bağ жүрüp, inqilab qildim deb nomus qilmay, hozir burun kuniga 7 soat uxlasam, hozir 3-4 soat uxlayapman degandek kichik bolani aldaydigan gaplar bilan qilayotgan ishlardan shu Amerikadagi ziyolilarning to'pisi bor, chunki shu NID'dan pul qiladigan ishlarda ba'zi ziyolilar yordam qilib shu ularning maaşı va turmushini hal qilib berganda. Chunki Amerikada ziyolilar ko'proq o'qigan bu odamlarimiz ko'p. Bularning ba'zilari bu qallis qanday pekaraydi men bilmadim. Mahnaqni ayırayamamdı yoki hozir haliqi mushu ishning beshida o'taqanlar bilan do'stligining yuzidan yuzgilanma yordam qo'tamdi yoki ularda bir ahnoqni ayrıqidek ansaviya yo'qmi? Yoki shu kitobni o'qiy yurib, fandan o'qiy yurib, ma'o siyosiy jihat qaltis ishlamaydigan bo'lib qolganmi? Ba'zi haliqi o'qib doktorlik unvoni olgan va shu qurultaydagi shu katta boshlarga qurultayniki iqtisodiy jihatdan, namjihatdan va boshqa jihatlardan yordam qilib qo'ygan ziyolilarning, atalmish ziyolilarni ko'rib qolyapmiz. Hatto ba'zilari nihoyat ilmiy yo'sinda mushu Amerikada bo'layotgan namoyishga chiqmaslikniki to'g'ri ekanligini isbotlab bergan bir gaplarni angladim. Xalqimiz gangrab qoldi. Amerikada bu ziyolilar qanday ziyolilar zoti bu haqiqiy bir mushkilot joyda ziyolilar bormi yo misol shunday? Endi jasorat efendim bu mundaq gapchu, bu ziyoli degan chaqda bu ziyoli degan bek ulug' bir gap qo'y, endi nihoyat bir hurmatga sazovor bek esil bir gap. Ziyolilarimiz ko'p, o'qiganlar endi tabiiy fanda o'qiganlar jiqroq. Endi bu masala mundaq yerda. Masala bu ziyoli bo'lish, ziyolilarning vatanparvarmi emasmi degan yerga kelamiz. Endi bir ziyoli o'qib o'zining millati uchun xizmat qilmasa, u millatining nazarida ziyoli olim bo'lolmaydi u. Bir olim, bir ziyoli endi bu yerda madaniyat o'tganda bu kimning birisininki bir suhbatida nihoyat menga qulog'imga xush kelgan bir gap botdi. Madaniyat, bizning Uyg'urlarda madaniyatni hamma nimani endi madaniyat deb ataymiz-ku, madaniyatlik u deb. Ammo turklarda buni ayiradi, madaniyat bilan kulturni endi. Ham bu yerda ba'zi insonlar bor, dunyo xarakterlik bir iliqi to'kib qo'shadigan insonlar bor. Bu shu o'zininki sohasida, shu ijodiy sohasida, o'zining o'qigan sohasida qo'llab-quvvatlashga erishadigan, endi yana birisi bizning millatimizga foydali ishlarni qila oladigan ziyolilarimiz bor. Endi men Amerikadagi ziyolilarni so'rab qoldingiz. Endi Amerikadagi ziyolilarning ichida ben insanların ismini atıp sözlemey, sözleştirmeyi yaptırmayman. İki xil ziyolilar var. Bazıları hakikaten vatan üçün kecha gündüz vatanni o'ylab, gerçi aldınqı sapga chiqib, o'zini bu faoliyatlarga atanmagan bo'lsa-mu, ama aqsapda turib bu vatanning mustaqilligiga to'xtamay kuch chiqarayotgan ziyolilarimiz var, o'qiganlar. Hem de bazıları var, özünü ziyali degen,
faqatla o'zini maqtashga amroq ziyolilar bor. Bular qanday qilib kelgan desangiz, siz ba'zi amerikalik ziyolilarninki WhatsApp bilandı yoki boshqa Facebook bilandı profillari kirib ketgan ularning arxivlariga kirsangiz, har yili o'musimi 2 yilda bir Xitoydan viza olib, vatanimiz Sharq Turkistonla emas, Xitoyning ichkari o'lkalari u bu degan yerlarga ziyoratlarga yurib, hatto bizning vatanga yurib, vatanda universitetlarda nutq so'zlab, har bir nutq so'zligini bekor so'zlamaydi bu insonlar, pulga so'zlaydi, vatanlarda kitoblarini bostirib chiqarib, Amerikadan keldi degan narsa bilan u yerda mehmon bo'lib, atalmış avtonom rayoni darajalik boshliqlar tarafidan kutib olinib, ziyofatlar berilib, mushundaq yashab o'rganib qolgan ziyolilar yo'q emas. Endi bu yerda biz vatanga berib kelib turganlarni bir bularga bir töhmat atish, vatanga nima ish borsa deganligimiz emas. Vatanga berish baralığa vaqtlarda bağallardan hech qanday narazılığımız yo'q. Lekin siyosatning ichiga kirib turib, siyosiy tashkilotlarimizning ichida vazifa ep turib, uningdan keyin vatanga berib kelganlar bu savol so'roq qilinish kerak xalqimiz tarafidan. Chunki bir oddiy bir puhra, bir oddiy bir Uyg'ur vatanga borsa, men o'tganda men Washington poytaxtiga borganda bir o'zimning yaqin og'aynam menga shuni deb berdi. Vatanga borgan vaqtidagi qanchalik qiyin qistoqda, qanchalik u yerga uqqa yo'qligini berib, asosiy vaqtininki shu Xitoyninki milliy istixboroti Anchen degan yerda shu soqchi nima deymiz, Patriot Sodamti bizning debdi, shu yerlarda vaqtining tuqqa yo'qlashga berib, vaqtining shu yerda o'tib ketganlariga qanchalik qiyin qistoqlarda kelganligini, hatto 20 yilning oldidagi rasmlarni o'tirib qo'yib, sen ma odam bilan bir so'rinda o'tiribsan, bu deb shunday qiyin qistoqlarni qilganlarini Amerika garajdan turib, bu yerga berib, tuqqa yo'qlaymi deb berib, to'yib ketganligini, ikkinchi bormaydiganligini o'tganda menga deb berdi. Endi bu og'aynimiz hech qaysi siyosatga aktiv aralashmagan, nihoyatda vatanparvar, ammo bu siyosiy tashkilotlarda tashkilotda bir vazifa olmagan bir og'aynimizdir. Mushundaq bir inson vatanga berib, bir oylik vizasini berib, u yerda 20 kun tura turmay, zulmga, qiyin qistoqqa chidamay yenib kelgan taqdirda Xitoy kuchlanib ketdi, Xitoy andaq taraqqi ketdi, Xitoyning hozirgi iqtisodiy, askariy kuchidan, bularning taraqqiyotidan so'zlab og'zog'iga tegmay qoladigan ziyolilarimiz yoki siyosatchilarimiz o'zlari Xitoyga borgan vaqtida, "Voy, meni hech nima qilmadi, menga hech qanday gap qilmadi" deb Beijing, Shanxay, Xitoy davlatining poytaxtlarida aylanib yursa, yoki bo'lsa ta vatangacha yurib, nag'ma-navo o'ynab kelsa, buni xalqimiz so'ramaslik o'zi xato. Xalqimizning mana shundaq insonlarni, ya'ni siyosat sahnlarida, ya'ni ziyolilarimiz deb shularni hurmat qilib yurganligi xalqimizningki yanala oq qarini farq etmaganligining xatosidir. Endi bilinib yetyapti va bu tür ziyolilar o'zini aşkara o'ttirib qo'yib qo'ydi. Nima uchun desangiz, Xitoy zulmlarini bu darajaga, bu haddidan oshgan darajaga, inson qalbidan chiqqan darajaga yetkazgichi orliqda shu to'xtamay vatan ko'rib, nutqini so'zlab, mayoq tikilib Uyg'urlarga dindan zomat atmay, islom dinidan, hatto millatchilikdan, hatto vatanparvarlikdan, hatto shundaq ziyolilarimiz borki, Yahudilardan uyg'unishni targ'ib qiladigan, islom diniga haqorat qilgan ziyolilarimiz bor. Ya'ni bu yerda Xitoy bilan o'xshash tilda so'zlagan. Sen Xitoyning tili og'zidan so'zlayotsa desa, e'tirof qilmaydigan. Lekin islom eng oldi bilan bizning Qur'onlarimiz ko'ydirildi, tilimiz yo'qotildi, ibodatimiz cheklandi.
aldı bilan Xitoy bizningki diniy e'tiqodimizni yo'qotishga uringan bir vaqtda islom dinimizga haqorat qilgan Yahudiylarni biz o'rganish o'rniga qo'yishni targ'ib qilib turib, millatimizdan nomus qilganligini e'tirof qilgan, hatto dinimizni haşa islom dinini insonlar yezib olgan, insonlar yezib chiqqan deb bütün dünyadaki Allah Teala tarafidan bizga avatilgan payg'ambarlarni yolg'onchi, saxtkor o'rniga chiqargan insonlarga qarshilik yo'q. Bu insonlarga qarshilik berilmadi. Yana shularni ziyoli deb yuradi bizning Uyg'ur qarindoshlarimizning ba'zilari. Chunki boya siz bir yaxshi gapni deb o'tib ketdingiz. Bizda ta hozirgacha tarafbozlik chekmagan gap. Ben o'tganda bir o'zimninki chiqargan videorimda bu shuni so'zlab o'tib ketdim. Biz yillarcha jutvozlik qildik. Undan keyin biz qo'pib ma'luvozlik qildik. Bir ma'lu bilan bir ma'luning so'qishib. Oqtog'lik, Qortog'lik, Do'ngma'llik, Sudarvozlik degandek jidallarni qildik. Endi ma chatallarga kelgan vaqtida nima ish qilyapmiz desa, "Va mening og'inamdi." Va bizning og'inimiz og'inisi bu yerda masala nima degan chog'da og'inisi vatanga ihonat, da'voga ihonat, diniga, millatiga ihonat qismi. Abay siz ben nayt yo'qshini mazmunni turg'ib ketdingiz. Og'inamning ko'ngli kelib qolmasin deb u og'inisdan voz kechamay, mayaqdagi milliy irodadan voz kechayotgan irodasiz, sharafsiz insonlar bor. Endi mushu insonlar hozirgacha nayt bilinmay, yushirinib kelgandi. Lekin bundaq ziyolilar endi o'ttirg'i chiqishga boshlab, o'zini oshkorlab, necha vaqtdan yog'i to'xtamay, haqqa bizning xalqimizni taslimiyatchilikka, ya'ni hozir o'zimiz bir mavjudiyatimizni saqlab qolsak bo'ldi-ku, Uyg'ur bo'lib saqlanib qolsak bo'ldi deb degan taslimiyatchilikka targ'ib qilayotgan ziyolilar mana hozir timtos jimda yo'q. Hatto ayni vaqtda shu ziyolilarning bir o'tirishida asosiy jihatdan shu atalmış ziyolilar yig'ilgan shu yerda menmi bir berib qilib bu yerga Rabia Qadir mustaqillik davosini qilmayotdi. Bu ayolga Rabia Qadirga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi bo'lgandan keyin mustaqillik davosi qilmaganligining so'rig'i so'rilish kerak degan vaqtimda u yerda tasqagan meni shu so'rindan urib chiqarib etgan. Rabia Qadir deganni maqtab. Endi shu ziyolilar Rabia Qadirga qarshi chiqyapti. Ana shu ziyolilar Rabia Qadirga qarshi chiqmaganlarmi bu da'voga, bu hozirgi zulmga, bo'layotgan bu haddidan oshgan pichoqdan sunakka taqashgan vaqtida jimda timtas holga tushib oldi. Bu yerda xalqimiz bularni ko'rish kerak. Necha vaqtning yog'i voy faloni olimim, voy pistonchi olimlarim bo'lib ketgan ba'zi ziyolilar, Uyg'urlar zot ularga to'piqindiğiz kelmaydigan bo'lib ketgan ba'zi ziyolilar borda Uyg'urlarning ichida olim o'rniga chiqib. Ammo mana hozir na Solih Xudoyorning namoyishida ko'risiz ularni, na bu aktiv bir da'voning ichida ko'risiz ularni jimda yetib olganlari bor. Ammo Allohga ming qattiq shukri, xalqimiz oqqarni bilib yetyapti. Kimning haqiqiy olim, kimning haqiqiy ziyoli, kimning vatani uchun haqiqiy kurash qiladigan insonlar ekanligini bilib yetyapti. Xalq buning jazosini beralaydi. Xalqimiz bundaq insonlarning berilishga tegishli javobini beralaydi. Abay siz deb o'tib ketgandek, bu vatan hamini mustaqilligidir. Bu vatan qandaqligimizin Allah'ın izni bilan mustaqildir. Nima uchun degan chaqda Xitoy kuchlanib ketdi, Xitoyning iqtisodi, Xitoyning askariy kuchi. Dunyoda yiqilmagan imperiyalar oldimizda nurg'unlagan yiqilgan imperiyalar bor. Yiqilgan imperatorliklar. Ya shu firavonlarni yiqilib ketgan-ku. Ya shu dunyoni 600 yil so'rgan Osman imperiyasi oxiri yiqildi. Albatta Osman imperiyasi bir adolatlik imperiyati.
adolatlik bir sistemdi, ammo yiqitdi uni. Demakchi bo'lg'ayrim bu yerda shundoq 3 qit'aga hokim bo'lgan imperiyalarning ojizlashgan bir vaqti bo'ladi. Angliya quyosh patmaydigan imperiya degan nomini olgan Angliya hozir qaysi holatga keldi? Angliyami mana kichikildi-ku. Sovetlar ittifoqini 30 yilning oldida, 25 yil 30 yilning oldida Sovetlar ittifoqi yiqildi ekan. 2 kunning ichida bular demokratik sistemga o'tib, Qozog'iston, Qirg'izistonlar mustaqil bo'lib ketdi ekan desa, sarang oldimi deyish mumkin-di. Shu agar 30 yilning oldida shu gap bo'lgan bo'lsa, 90 yilning oldida. Endi hozir mushundaq oldimizda o'rnaklar varken Xitoyning bo'libmi hozir dunyoning vujisi men bo'laman deyotgan vaqtda Amerikadagi dunyoning hozirgi vujisi va dunyodagi kuch talashayotgan davlatlar Xitoyga yo'l qo'yami? Mumkin emas bunga. Mana yaqindagi ma'vu qo'sh C tashkiloti, yana ma'vu nindaymiz Uyg'urchasini topolmay ketdim. WS deb qo'ydi. Bu strategik yig'inida Fransiya bilan Angliya va Amerikaning tarafidan chiqdi, askar paraxodlarini Xitoyning janubidagi dengizlarga avatmoqchi. Bu nimadan derak beradi? Xitoy dushmani ko'paydi degan. Xitoyning dushmani ko'payyapti. Biz cho'qim ozod bo'lamiz. Xitoy cho'qim pochilanadi. Bu yerda shuning uchun bizga kerak bo'lgan narsa nima desa, xalqimiz boy degandek passiv ziyolilar, millatga keragi bo'lmagan ziyolilar, bular bilan etishning o'rniga yoki bu fitna fasodchi bundaq davoni xunuklaştirishga urinadigan fitna fasodchilarning gaplari bilan vaqt isrof qilishning o'rniga qandoq qilib Sharq Turkiston mustaqilligi uchun harakat qilayotgan, masalan, Solih Xudoyorningki faoliyatidek Sharq Turkiston mustaqilligini nishon qilgan, Sharq Turkiston surgunli hukumatidek ozodlikni, to'liq mustaqillikni nishon qilgan tashkilotlarning atrofida jam bo'lib, xalqdan lider saylab, ya'ni 20-30 odam birga kelib, birisini oldi bo'lib belgilanib olgan, birisini saylab chiqish emas. Xalq ichidan liderni saylab chiqib, askeriy bir tuzum bilan biz Xitoyning ehtimolliği nait yaqin bo'lgan bir ishki to'qinish, Xitoyning ichidagi bir parchalanish tek bir vaziyatlarga o'zimizni hozirlashimiz kerak. O'tganda masalan strategiya mutaxassislaridan ma'vu Umid Musobay Avstraliyadan atrofli qilib, aniq qilib bizning vaziyatimizni intayin yaxshi tushuntirib berdi. Uyg'urlarningki xalqimizning yana bir qitim shu strategiya munozirasini, shu strategiya analizini bir tatib chiqib qarab beqishni umid qilaman. Bu yerda Xitoyga dunyoningki g'ujuligini tatqizib qo'ymaydi bu qolgan kuchlar. Endi biz o'zimizni shuni tayyor qila olamdi degan vaqtda biz hozirda tayyor emas. Lekin xalqimizning uyg'unishi bu to'g'ri yo'lga ketib bordi. Shuning uchun bu yerda bu fitna fasodchilarning bu haddidan oshgan bu da'voga ziyonkashlik qilayotgan bir qism mayli Xitoy tarafidan yetishtirilgan, mayli Amerika tarafidan yetishtirilgan Sharq Turkistonning oliy manfaatiga to'sqinlik qilayotgan insonlarga xalqimiz fursat bermaslik kerak deb o'ylayman. Hozir qanday qilib birlashishga vaqtimiz. Qanday qilib bir niyat, bir maqsadda vatanning mustaqilligi uchun biz kelish ehtimoli bo'lgan fursatlarga qanday tayyor bo'lishimiz kerak. Degan mazmunda o'ylashimiz kerak deb qarayman. Bunda fitna fasodlarga vaqt ajratishninki o'rniga. To'g'ri. Hamda yana bir narsa gapimizni bo'lib qoldim. Yana bir muhim narsa nima degan chog'da bu da'voga sodiqlik nereden keladi, vatan uchun xizmat qilish nereden keladi degan vaqtida mushundaq fitna fasodchilarga biz hozir bir adolat sistemimizda jazo beramigan lekin bularga beriladigan eng ong jazo nima degan vaqtida
Muşu Salih Xudoyorga o'xshash Sharq Turkiston mustaqilligini, davosini, mustaqillikdek oliy manfaatni birinchi o'ringa qo'yib bo'layotgan mushundaq muhim namoyishlar yoki o'sha Sharq Turkiston mustaqilligini asosi nishon qilgan tashkilotlarning oqistin qo'llab to'xtamay dunyoning hamma yerida ovozimizni anglatish mana bunga o'xshash fitna fasodchilarga berilgan eng cho'ng javob. Asli bular bilan so'zlashib, bularni nima deymiz? Yaman gipiga yamanlik bilan javob berib, u shu sapıqliq qandaq desak bo'ldi, shu sharafsizlikni oqistin agishib sharafsiz bo'lib qolganning o'rniga sharafimiz bilan bu davoni qo'llab har bir yerda bu davo uchun kurash qilsak, asli bu bundaq xoinlarga beriladigan javob eng to'g'ri javob mana shu. To'g'ri deysiz. Menimcha shu o asli bular bilan taqalishib o'tirishning hojati yo'q. Ular shu davoni kasb qilib, jon baqishning qo'yiga kirib ketgan afg'onlarni ularga gapmo o'tmaydi. Ularda xijil bo'lish, qizirish degan narsa yo'q-ku. Shunga ularga ortiqcha gapning hojati yo'q-ku. Ya'ni to'g'ri yo'l. Hozir nishonni to'g'ri aniq ko'rib oldik. Mustaqillik. Mush nishonni ko'rib oldik. Mush yo'lda mangadigan haqiqiy xalq millat uchun jon dil bilan xizmat qilganlarning keyindan menish, haliqanday saxtipazlarni yetim qoldirish menimcha eng to'g'ri bo'lishi kerak. Yetim qoldirish, siqib chiqarish bunday insonlar. Ashuningda anandikin davarimiz tadrijiy saplashidi. Mayli Xitoy aramizga odam kirgizsin yoki Amerika tarbiyalab chiqqan bo'lsin va hokazolar. Biz hamda kallamiz uch qo'ygandan keyin aqni ayrishga boshladik. Hem hazır medyalar munaiti erkin holatda yo'llar uçup medianın gipini qilib qoldingiz. Hozir mushu medianingki hammalardan Alloh rozi olsun, mushu media orqali xalqimizga xizmat qilayotgan sizlardan Alloh rozi olsun. Nima uchun degan chaqda yillardan beri bu bizningki xalqimizga uyqu dorisi berilish so'zga silinib, Sharq Turkiston mustaqillik davosiningki avji olmasligi, ya'ni Sharq Turkiston xalqininki uflutulub bu davoni hozirgacha taraqqimay xalqimizning mushu zulm, mushu dafsanchilikka qilishiga sababchi bo'lishigimi medialarning monopolligiga kelib chiqqandi. Ya'ni texnikaning ojizligi, medianing tashviqotning bizning qo'limizda bo'lmaganligi. Hamda hozir mana Alloh rozi olsun sizlardek bu media orqali vatan uchun xizmat qilayotganlar bor. Bir necha kanallarımız var, bir iki televiziyalarımız var. Bir yerde siyasi monopollik tügdi. Allah Teala'nın ki bizge epki vatkan bir mucizeleri var. Allah Teala'nın bizge beri vatkan bir fırsatları ki halkımızın doğru yolunu başlaş için adil ve en uluk bizninki vaz keçilmez ki bulmaydıgan, vaz kessek bulmaydıgan birden bir narsimiz var ki Sharq Turkistonning mustaqilligi. Mana mushu medialar yo'li bilan sizlarning tarqalishindaq medialar orqali mushu ideologiyani, mushu ideyani xalqimizga singdira oladi ekanmiz. Sharq Turkistonning mustaqilligi, Sharq Turkistonning davlatchilik oliy manfaatini xalqimizning menga kirgiza oladi ekanmiz. Bu vatan hamini ozod bo'ladi. Boy mandab o'tgandek, qilqindek o'ttirliqdagi jambaqalar amalsız. Çünkü hazır bu jambaqalarning en ahirki çırpınışları bular. Çünkü hazır media bularning qo'lidan ketdi. Mediani monopol qilish tugidi. Media hazır dünyanın hem yerda xalq haqiqiy vatanning manfaati uchun o'zining mediasini quralaydigan holiga keldi. Bu avantajlar, bu imtiyozlar keldi. Buning orqali nima bo'ldi deyilsa, xalqqa berilayotgan uyqu dorisining ta'siri tugidi. Şunun için bu uyku doğrusunun tesiri tükkenligi için endi bularning en ahirki çırpınışta bir insan çırpıngan vaqtida nima bo'ldi? En ahirki sakratga tushayotganligini his qilganda nima bo'ldi desa, iymoni olsa to'g'ri yo'lga mangadi. Iymoni olsa kalma shahodat etdi, iymonsiz olsa nima bo'ldi deganda g'aljirlashidi. Shu hozir bu iymonsiz bazı davanın içi kirib jambaqalarninki en ahirki sakratda bir çırpınışları bu. Şunun için xalqimiz mushundaq insonlarni
inson o'rnida ko'may siqib chiqarib, tegishlik javobini berib, amaliyotda davomliq olg'a faqat va mustaqillik deb mang'id ekanmiz. Bütün media, sizlarga o'xshash media yo'li bilan vatan uchun xizmat qilayotganlar mana mushu ideyani o'tirib qo'ydi ekanmiz. Bu vatanning mustaqilligi biz uchun yaqin zamonda deb qarayman. Nima uchun degan vaqtida inshaalloh Alloh taolo bizga shunday bir fursatni beryaptiki, hozir albatta fursat desam xato tushunib qolmanglar. Bir millatda ezilgan siri bu millatninki davoga sodiqlik kuchlangan gap. Bir millatninki ezilgan siri haq va xato bilan oq bilan qorani farq etgan gap. Mana necha yillarning yog'i Xitoyning siyosati azroq yumshab qolamdiki degan Uyg'urlar yo'qmidi, batdi. Xitoy siyosatini azroq yumshatib qo'ysa, vatanga yurib, bunday bir yashab yursak, yoki mana Xitoyningki siyosatini yaxshilanib ketdi. Mana hozir viza ilishlarni oson ketdi deb Yevropa, Turkiya, Amerika sayohatlar bo'lib degan zodina ichilib yo'llar ichilib ketgan. Endi mushundaq mang'iylagan bo'lsa, agar Xitoyning siyosati shundaq azroq yaxshilanib, har 10 yilda bir qitim, har 15 yilda bir qitim o'zimiz buni analiz qilib boqaylik. Her 10-15 yılda bir ağır kırgınçılıkını kılıdı, siyasını azırak yaxşıltıp koydu, Uygurlar unutip ketdi onu. Nemişki unutip ketken degen çağda, bayqil şahsi hissiyat, şahsi özünün menfaati, vatan menfaatinden üstün bulup ağalıq üçün. Eğer biz vatan, devletçilik ideolojisini, vatan degen bir ağını, xalqimizin ideyasiga, mengisiga quyalısak, şahsi menfaatini vatan menfaatinin oldida hech narsa emaskan bu. Vatan bo'lmagan odamning shaxsiy o'zining obro'yi, inovati, o'zining shaxsiyatining nima hojati, vatani bo'lmagan insonning qolgan narsalarining nima foydasi degan ideologiyani engimizga quya olsak, xalqimizning ideyasiga singdira olsak, bu da'vo, bu vatan hamon mustaqil bo'ladi. Şunun için Allah razı olsun sizlerden bu vaqtinglarda şu media orqali vatan uchun xizmat qilayotgan qarindoshlarning. Rahmat. Bugun siz bilan bo'lgan suhbat orqali nurg'un nuqtalarni oydinlashtirib oldik, ham ko'p vaqtingizni oldik. Rahmat, Allah razı olsun. Bundan keyin inshaalloh yana doim fikrlashib turamiz. Oxirida sizning teningizga salomatlik, turmushingizga xotirjamlik tilaymiz. Amin, rahmat. Xayr. Allah'a emanet olun. Şarkı Türkistanlık qarindoshlarımga Cenab-ı Allah'tan salametlik, bir o't yurak, vatanga bo'lgan ishonch, azodlikqa bo'lgan bir g'oya, ishonch tilayman. Cenab-ı Allah nasib qilsa bu vatan azodlikqa erishadi. Bu azob ichidagi xalqimiz bu azobdan qutuladi. Azodlik bo'lmay turib, ammo bu azodlik mustaqillik olmay turib, ama bu azaplar tügemaydi. Doğru. Şunu aydınlaştırılışımız gerek ki, bu lagerlar tügise, yakımsa bu Xitay siyasetini azırak yumuşaksa, yakımsa Xitay azırak insan haklarını yaxşılap koysa, kişilik hukukunu azırak verip koysa, bu davadan vazgeçemdik, yok hergiz. Çünkü bu mustaqillikka erişmeyen vaqt mustaqillikka erishmasak nima bo'ladi desa, har 10 yilda yoki 15 yilda mushunda qirg'inchilik bo'ladi. Endi vaqtimiz yo'q. Bizning 20 yillik, 30 yillik strategiyalar bilan ish qiladigan emas. 6 oylik, 1 yillik, hatto 1 oylik, 1 yil ichida, 2 yil ichida nima ish qilamiz degan yaqinqi zaman, qisqa zamonlik strategiyalar bilan ish qiladigan vaqtimiz. Shuning uchun strategiya olimlarimizga, strategiya mutaxassislarimizga tavsiyalarimiz bu kasbning ahli bo'lgan shu bizningki qarindoshlarimiz deydiganimiz 30 yillik, 20 yillik strategiya emas, 1 oylik, 2 oylik keladigan 6 oylik, budaq yillik, 1 yil ichida nima ish qilib degan strategiyalarni qurmasak, bu millatni bu az kundan keyin Xitoy siyosatini yumshatib qolarmiki deganlik bilan bu vaziyat yumshamaydi. Xitoyningki hozirgi ahvolidan qaraganda bundaq yumshatilgan bir nimasimi yo'q. Hem bu vatan mustaqillikka erishmay turib, bunda azoblar tugamaydi qarindoshlar. To'g'ri. Shuning hammanglarga Allohga omonat.
Cesaret efendim sizin vaxtınızga Allah razı olsun. Allah selametliğinizi versin. Rahmet. Aman bulun. Bütün qarindoshlarım Allah'a emanet. Hayır. Allah'a emanet. Çıktım bugün seferge, tirikçilikte yan turib, kaldı ketken yolunga, ata anang telmirib, gözleriga yaş ile, süygünün tenha kaldı, qo'llarini shinitib, o'g'il qizing mu qaldi. Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la. Atam qachon kinurda kutar sabiy bolalar. O'rab shirin uyqular ushbu yo'llar qo'ynida, ketdi jumulib ko'zlar, olamdan bo'ldi juda. Shum ajal ilib ketdi, dillarni vayron etdi. Kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi. Ah jafokash musofir birni ishga etalmay, ne düşürdün tentirek, tehi uyga yetelmey. Dua kılıp soraylı, Allah'ın amanlıkni. Yol düşürgen musafir, görmesin yamanlıkni. Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in, oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in. Bu yo'llar uzun yo'llar, bu yo'lda o'lim to'la. Atam qachon kinurda kutar sabiy bolalar. Namım ulug' hey Allah, dua qilib so'rayman, yo'ldagi musofirni amanlig'in tilayman. Amin.